أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hürmetli savaşdaşlar biz dersimizin dastlabki qismlarida dastlabki kunlarda kitabimizni cho'ng jihatdan avval to'rtga bo'lib oldik. Adilla ash-shar'iyya, al-ahkam ash-shar'iyya, al-qawaid al-usuliyya, al-lughawiyya, al-qawaid al-usuliyya, at-tashri'iyya deb to'rt cho'ng asosiy mazmunga bo'lib oldik. Buning uchun birinchisi adilla shar'iyya haqida to'xtalib, al-adilla ash-shar'iyyani 10 cho'ng turga bo'lib oldik. Buning uchun al-Qur'on, as-sunnah, al-ijma' tugagan. Oldingi darsimizda qiyos haqida to'xtalib, qiyosning ta'rifoti va hujjatlik masalasi, qiyosni isbotlovchilar bilan qiyosni inkor qiluvchilarning o'tiridagi ba'zi dalillar va ularning paketlar keltirgan paketlar haqida so'zlab darsimizni to'xtatgan. Endi bugungi darsimizda qiyosningki arkanini, asosiy taraflari haqida to'xtalamiz. Amaliyotda oldingi kundagi darsimizdagi qiyosning ta'rifotidan qiyosning arkani o'tirg'a chiqib bo'lgan. Ya'ni biz tushunib bo'lgan hisobda. Chunki biz qiyos degan nima degan vaqtga kelgan vaqtida oldimizdagi Qur'on hadisdan hukmini topolmagan bir voqelikdan birni Qur'on hadisning ichida hukmi bor bo'lgan bir voqelikka qana qilib o'tish, qo'shib o'tish. Yani bir hukmda, Qur'oni Karimda hukmi bor voqelikning hukmida qo'shib o'tish. Nima ish qilsa, ikki voqelik sabab illat jihatda, ya'ni hukmning illati jihatda, xarakter jihatda o'xshash bo'lganligi uchun deb ta'rif qildik. Bu yerdan biz so'z olaymiz. Yani bir qiyos degan shakllanish uchun, qiyos degan bir hukmning shakllanish uchun birinchidan Qur'oni Karimda hukmi aniq bayon qilingan bir masala bo'lish kerak. Yani voqelikdan birisi bo'lish kerak. Masalan, oldingi darsda olgan misollarimizdan haroq desak, haroq Qur'oni Karimda hukmi aniq bayon qilingan bir masala. Masala. Ikkinchidan, bizning oldimizda hukmini Qur'on va hadisdan topolmagan yana bir voqelik bo'lish kerak. Masalan, hozirgi zamonimizda maydonga kelgan bir qism shubhilik halolligi, haromligi haqida kishilar izdinib fatvo so'rashgan ichimliklarning birisi kvos desak, bu hukmi aniq Qur'on hadisda kamigan bir voqelik. Ikki voqelik bo'ldi. Bir voqelik Qur'oni Karimda buning hukmi aniq keldi, hukmi. U haroq, hukmi o'simi haromlik. Yana bir voqelik. Hozir bizning oldimizdagi voqelik, biz hukmini istaymiz mush voqelikninki, bu voqelikning hukmi Qur'oni Karimdan topolmadik, hadisdan topolmadik. Bu voqelik ikki masala, asosiy muhim masala. Ondan keyin uchinchisida biz cho'qim Qur'oni Karimda bor bo'lgan haliqi voqelikning hukmini aniq bilishimiz kerak. Shuning hukmi bo'lishi kerak. Qur'oni Karimdagi tilg'ilingan voqelik bo'lgan haroqning hukmi harom. To'rtinchidan ikkisining o'tiridagi o'rtaq xarakter. O'rtaq nuqta, o'rtaq sabab. Buni biz usul babida illah deb ataymiz. Ya'ni shu haroqning harom qilinish sabab illatini biz bilishimiz kerak. Mayli uning illatini nas orqali bilaylik, ya'ni Qur'on hadisdan kelgan aniq bir dalil orqali yoki ijtihodiy yo'llar orqali bilaylik. Yani qanday shaklda bilinsin? Illat ikki xil yo'ldan bilinadi. Birisi illa mansusa deb qo'yamiz, nas orqali bilingan. Yana birisi illa mustanbita deb qo'yamiz, ijtihod yo'llar orqali bilingan illat bo'ladi. Mayli qanday shaklda bo'lsin, shu aslidagi, ya'ni Qur'oni Karimdagi hukmi tilga ilingan voqelikning shu hukmininki nima uchun shu hukm bilan hukmlanganligining illatini biz bilishimiz kerak. Mayli illati mansusa shakli orqali bilaylik yoki illati mustanbita shakli orqali bilaylik bilishimiz kerak. Mana to'rt ish cho'qim qiyosning qiyos bo'lishi uchun shakllanish kerak. Birisi Qur'oni Karim yoki hadisda hukmi kelgan voqelik. Buning atalg'usi shu usul fanda
al-aslu deb ataydi. Ya'ni asli bo'lish kerak. Asli. Ya'ni bizning Uyg'ur tilidagi asli emas, arab tilida al-aslu deb ataydi ma'ni. Ikkinchisi, bizning oldimizdagi Qur'on hadisning hukmini topolmagan, ammo biz hukmini o'qimoqchi bo'lgan halaqa vaqalik. Buning ismi al-far'u. Al-far'u. Üçüncüsü, şu Qur'on-i Karimda tilg'ilingan halaqa vaqalik, ya'ni asl deb atadigan emasmi? Shu aslning hukmi. Hükmünü aniq bilishimiz kerak. To'rtinchisi illatul nima hukm. To'rtinchisi illatul hukm. Ash Qur'oni Karim yoki tilg'ilingan halaqa vaqalikninki hukmining harom desa haromning, halol desa halolning, makruh desa makruhninki illatini bilishimiz kerak. Nima uchun harom qilindi? Buning harom qilinishiga sabab bo'lgan sabab, asos sabab qaysi? Mushunaqni bilishimiz kerak. Mush to'rt asosiy ish meydonga kelgan vaqtida andaki bir qiyosning asosi yaratilgan bo'ladi. Shunda mujtahid qiyos qila oladi. Qiyos to'g'ri shaklda qiyos bo'ladi. Agar yuqoridagi qiyosning to'rt asosiy arkani shakllanmasa, mujtahid qiyos qila olmaydi. Agar zo'lab qiyos qilgan bo'lsa, bu qiyos ma'al faruq bo'ladi. Ya'ni g'ayri mu'tabar, hisob qilolmaydigan qiyos bo'ladi. Avtor shuni bayon qilib deyotdi, arkanuhu, ya'ni arkanul qiyos arba'a, to'rt. Her qanday qiyas yetekevven min erkan arba'a. To'rt asosdan shakllanadi har qanday qiyas. Bu to'rti tuvandagi shu kitobda tilg'ilingan al-aslu wal far'u va hukmul asli wal illa. Bu to'rt ish oydinlashgan vaqtida, shakllangan vaqtida andaki qiyasning asosi yaratilgan bo'ladi. Shu vaqtida mujtahid qadam elib endi qiyos qilaman deb mangalaydi. To'rtning qaysi kam bo'lsa, oyat hadisda hukmi olgan vaqalik tepilmasa, yo'q unda vaqalik. Biz ikkinchi bir vaqalikni qiyos qilib manba yo'q degan. Yoki biz hukmini istaydigan Qur'on hadisda hukmi yo'q, yana bir vaqalikni far'i deb qo'yamiz. Bu bo'lmasa yana bo'lmaydi. Hukmini o'qmasak texi bo'lmaydi, illatini o'qmasak texi bo'lmaydi. Asosliq diqqat qilsak asli ve far'i tabiiy bo'lishi aniq, ammo bu yerda eng muhim halqadan birisi mush asli bilan far'ining o'xshashlik nuqtasi, ya'ni illa. Odatda hammalar balog'at o'qib bo'lganlar, balog'atda tashbihda bir sohaga mushabbahun bih deydigan, mushabbah bilan mushabbahun bihning o'xshatishi orqali biz mushabbahning ahvolini bayon qilamiz. Zeydun kal asad desa, Zeydni yo'llasga o'xshatib turib, Zeydning yomonligini ifodalamoqchida, asli yomonlik bunda, boturlik yo'llasda bor. Biz Zeydni o'xshatib turib, shu yomonlikni kimga o'tkazmoqchi? Zeydqa. Shuning uchun o'tirda birdan vajibih tepilish kerak deydigan bir qoida bor. Dal shu formalarni hisoblab tushunsanglar bo'ladi. Asli Qur'on hadisdagi aniq hukmi kelgan bir vaqalik. Far'i biz hukmini izdemek çoğan bir vaqalik. Bu ikisining aslining hukmi, shu biz ma'nonga akamak çoğan hukm shu. Shu hukmning illati dal shu hukmning asosi bo'lib, shu illat bo'lganlik uchun shu hukm chiqarilgan. Endi biz far'ida shu illat bormi yo'qmi istaymiz. Bo'p qolsa, andan hukmni qana akalamiz. Mana buning o'zi birini bo'lib qiyos bo'ladi. Shu turda aytadi, al-aslu asl deganimiz huwa ma warada bi hukmihi nassun. Onun hükmünü bir nas etkigen vaqalik. Bunu biz odatda usul qoidasida asl deb ataydi, al-maqis alay deb atıladi, al-mahmul alay deb atıladi, vel mushabbahu bih deb atıladi. Lekin asosiy atalg'usi nima? Asl. İkincisi far'i. U osmo hükmünü nas etkigen vaqaliki biz onun hükmünü istemoqchi bo'lgan ish. Ve onu asliga hukm jihatda barabar qilish iroda qilingan ish halqa. Bunu biz al-maqis deb atıladi, al-mahmul alay deb atıladi, al-mushabbah. Al-mahmul alay deb xato qildi, al-mahmul bih deb bunda bihti asli alay deb kitobda xato qildi. Üçüncüsü hukmul asli. Hukmul asli. Yani u osmo asli deganimiz Qur'oni Karimda tilg'ilingan halaqa vaqalikda nas kelgan shar'iy hukmga haroqning halollik hükmü mesela. Ve muşu far'iga hüküm bo'lish iroda qilingan hükümki biz boshqa ichimliklarga shu nimani haromlikni biz akamoqchi, istemoqchi. Illa deganimiz nima bo'lsa, u bo'lsa-mu aslining hukmi shuningga asoslangan bir sifat. Sifat degani alohidlik xarakter degan gap. Yani qanaqdir nahviydagi alaqa sifat masb emas. Bir xarakter onundaki bir holat. Mesela haroqning harom qilinishi nima uchun?
Hammalar bilimizki, haroq mas qilib aqlni yo'qotganligi uchun, mas qilganligi uchun. Shunday mas qilish degan bir sifat deb ataldi ham oyada. Buni sifat desa, kallamiz manbayatni degandek nahvidagi sifat ketmasin. Ya'ni bir xil holat, ish harakatni ifodalaydi. Ve şu sifatninki far'ida bog'lig'i binoan shu far'i asliga hukmini barobar qilinayotganki, shu mas qilish ankinki voqelikda tepilsa, shu voqelikning hukmi aslining hukmi bilan barobarlashtiriladi. Mana buni biz nima deymiz? Illat deymiz. Abtur tuvandagi abzasda biz bayatni tushundirgan bo'yicha, ya'ni o'zi bir tushundirmoqchi, anglab boqaylik, shu misolni amaliy akapti. Masalan, haroq ichish bir asli bir voqelik bu. Qur'oni Karimda tilga olingan. Chunki u nas uning hukmini ep keldi u. Shunda olgandan keyin buning ismi asli bo'ldi bayatni degan bo'yicha. Haliqa akaga nas olsa Alloh taoloninki faytanibuhu degan so'zi. Bu so'z haroqni ichishning haromligiga dalolat qiladi. Nimishqa bir illat tufaylidanki u olsin mas qilish. Demak, bu yerda biz 3 narsani tepib bo'ldik. Aslini topdik, haroq ichish. Hukmini topdik, tahrim. İlletni taptık, iskar. Onda qiyasning 3 asosiy, 3 arkani shakllanib bo'ldi. Birisi qoldi, o'zimi qaysi far'i. Hani aldığımızda şunda bir ichimliklar kelib qolsa, masalan, xurminingki sirkisida. Arablarning o'z vaqtidagi ichimlikda bu. Bu bir far'i. Chunki buning hukmini bir nas aytganda Qur'on yoki hadisdan sirka ichish halol yoki harom deb hukm yo'q. İzledik, tapamagandan keyin biz endi nimaga muhtoj bo'lamiz? O'sha ichimlik babidagi Qur'oni Karim tilg'ilingan bir misolga muhtoj bo'lamiz. U o'zin bayatni tilg'ilingan haroq shu. Endi bu sirka haroqqa barobar bo'ladi. Savo degani barobar bo'ldi masalan. Nimalikda desa, fi anna shu ishdiki u ikkisining biri muskir. Ya'ni mas qiluvchi. Mas qilib qolsa, shuning bilan bu sirka haroq bilan harom qilinishda qana qilindi, barobar qilindi. Bu bir misol masalan. Yana bir misol olaylik. 6 narsa jazoni babida Alloh Qur'oni Karimda ahallallohul bay va harramar riba deb jazonining haromligini deb qo'ydi. Bas. Ondan keyin jazonining tafsiliy ahvoli hadisga havola qilindi. Hadis 6 xil narsani haromga namuna qilib belgiladi. Az-zahab, az-zahabu biz-zahab, al-fidda, wal-fiddatu wal-bil-fidda, bur, bug'doy, va sha'ir, apa, va tamr, xurma, wal-milh, tuz. Endi biz jazonini mush 6 xil narsadan bo'ladi, qolganlar jazoni bo'lmaydi demdik. Unda bo'lib qolsa, bizning masalan biz yashayotgan rayonda bu narsaning ko'pinchisi bug'doy bilan apidan boshqasi yo'q. Tuz, bug'doy apidan boshqasi. 6 kunch bor masalan endi. Xurma degandek narsalar yo'q. Agar mushlar bilan jazoni shaklini olib qolsa, hozirgi qog'oz pullar buning ichida yo'q masalan. Hozirgi banklar buning ichida yo'q masalan. Unda olmaydi albatta. Bu degan faqat bizga keltirilgan bir misol tariqasidagi al-ashya as-sitta ya'ni 6 xil narsa. Endi biz navbatda oldimizga nimalar keldi? Qog'oz pullar keldi. Bularni igizpas almashtiradigan ishlar bor, masalan, uzran o'zini. Hamda boshqa chet el pullarini almashtirsa, vaqt boshqa gap. Va bundan boshqa yana har xil savdo sohasida qo'llanilgan har xil mol-mulk matoli bor masalan. Almashtiriladi va oltin sirt. Bular jazoni emasmi? Degan kelsak, Qur'on hadisda tilg'ilingan barcha narsa bu bobda shu 6 xil narsa. Buning hukmi 6 xil narsaning hukmi kerak. Unda olganda bu 6 xil narsa bizga nisbatan mush qiyos babida asli bo'ldi. Hukmi kelgan ish. Bularning hukmi aniq keldiki, harom dedi hadisning o'zida. Hadisning o'zida harom dedi. İllat nima degan vaqtda illatni biz o'zimiz shu hozir o'qiyotgan fiqhning tavallik mazhab, Hanafi mazhab, har xil mazhabda, masalan 4 mazhabda ba'zi farqlanadi buning illatini bayon qilishda. Hanafi mazhabda al-qadr ma'al jins o'xshash turdagi narsalarningki egiz pas bo'lishi. Degandek bir o'rtaq bir nuqtani suzib chiqishlikda, endi biz mushu nuqta ikkinchi bir narsalarda tepilsa, shu narsalarda haromlik tepildi deb ma'noga qiyos qilib turib qana qilamiz, hukm chiqaramiz. Shunga turda o'tadi. Bular asli qiyos babidagi bir asli. Chunki nas mushulardagi fadli va nasiya ikki xil jazoni harom qilib keldi. Fadli va nasiya ikki xil jazoni bor. Buni harom qilib keldi. Ana o'ganda ya'ni ulardan yuqoridagi 6 turlik moldan har biri o'z turdagi narsa setilgan vaqtida fadlisi harom, ortiqi va nisisi. Masalan, bug'doyni bug'doyga tegishib, birisini harom.
Qazan. Altınga tegishi birisini birisini haram. Altınga tegishi birisi ortiq birisi tuvan nima haram. Ikki xil jazoning ikki xil shakli bor. Ma hadisda aniq kelgan nima u? Xo'sh, illat nima desa, li'illatin shunday bir illat tufaylidanki u bo'lsa-mu, bular muqaddaratlar. Ya'ni al-qadr deganim shu. Ölçüldiğen ölçüm manasida. Mazbut bunda muqimdildigan. Bularning nimasi ölçümü jeng tarozi bilan muqimdildigan narsa ma'a ittihad jinsi turi bir deydi. Unda olganda xulosa qilsak, bayatangdek al-qad va ma'al jins. Al-qad ma'al jins. O'xshash turdagi narsalarningki miqdorining igizpas bo'lishi mana shakldagi. Ana mush al-qadr ma'al jins degan mush gapni tutib olib nega pasak bo'ladi? Masalan, guruch yo'q buning ichida. Guruchni al-qadr ma'al jins degan qoidaga shu illatga sabab turiblar. Guruchdan tegilgan vaqtida ikkisining jinsi bir bo'ldi, turi bir bo'ldi. Ortiq ketgani harom, nasiya bo'lib qolgan nima harom. Mushta chiqayversak bo'ladi. Ya'ni guruch, qo'noq, guruch, fulaliqi deymiz aliqi. Yayan qadamdoq. Bularning hammasi far'iy bo'lib, qiyos babidagi far'iy bo'lib. Chunki nas bularning hukmini akamagan, ma'nasilar naslik kelgan narsalarga teng bo'ldi. Nimalikda? Muqaddar bo'lganlikda, o'lchindiganlikda. Shuning bilan hukmi ham barobar qilindiki, qanday chaqda desa, o'z turdagi narsalardan almashtirgan vaqtda yuqori alt narsalarni teng qilib turishlarga qiyos qilyapti hisobda. Illat al-qad ma'al jins. Tamam. Demek ki Abdur yukarıdaki iki misallar, harakның misali, cazanı babıdaki 6 türlük narsaning misali bilan bizga qiyosning 4 asosiy arkanini, 4 asosiy tarafini bizga tushuntirib qo'ydi. Ya'ni nasda hukmi kelgan voqelikni biz qiyos babida asli deb ataymiz. Biz hukmini o'qimoqchi bo'lgan nasda hukmi kelmagan voqelikni qiyos babida far'iy deb ataymiz. Bu ikki rukni, ikki asos. Andakin aslının hükmünü bilişimiz gerek, neslen. Ve şu hükümün illet sebebini bilişimiz gerek. Bu 4 halat şekillengen vaxtıda. Aslı bolsa, far'i bolsa, aslının hükmü inek olsa ve hükmünün illeti inek olsa, kıyasının asası silinip bolgan buludu, şekillengen buludu. Müjdehit şu arkalık, şu türdeki neslerini bununla qana qılsı buludu, tamamen kıyas qılsı buludu. Xo'sh. Endi avvalgi ikki asos, amma ruknan al-awwalan, avvalgi ikki ruknga kelsak, mana to'rt ruknning ichidan bular aslidan far'i, ma ikkisi bir ikki voqelik yoki ikki o'rin yoki ikki ish, ikki shu Qur'on hadis tilg'ilingan hukmi kelgan bir ish hamdi. Uning biri uning hukmiga nas dalolat qilg'ili Qur'on hadisda bor. Yana birisi uning hukmiga nas dalolat qilmoqlik uning hukmini bilish irada qilindigini, hukmini o'qimoqchi dal biz endi shu masala. Bizga duch kelgan masala u. Ma ikkisida tuvandagi shartdan boshqa shart etilmaydi. U shart bo'lsa-mu, aslining hukmi nas bilan sabit bo'lgan bo'lishi kerak. Misha kelgan vaqtda biz nas degan gapni Qur'on bilan hadisga qaratamiz. Ijmo orqali sabit bo'lgan narsaga qiyos qilib bo'lamdi, bo'lmamdi. Ölüm alanın oturdu dehtalaşlık mesele. Abdur'un bunun nispeten ma'lum göz qarışı var. Böyle sel turup qana qilamiz, ko'ramiz. Bu birinchi shart. Far'ining hukmi nas yoki ijmo bilan isbotlanmagan bo'lishi kerakki, agar hukmi bo'lib qolsa, uni qiyos qilish hojatsiz. Hukmini topolmagan vaqtda dedik-ku, shar'iy dalilni Qur'ondan istaymiz. Tapamasak hadis kelimiz, tapamasak ijmo kelimiz, tapamasak qiyos kelimiz. Shuningga qiyos qilish uchun bir voqelikning hukmini qiyos orqali chiqarish uchun Qur'ondan, hadisdan, ijmodan tepilmaslik kerak. Bu ikkinchi shart. Uchinchi shart, u ikkisining hukmda barobarlikni cheklaydigan bir faruq degani cheklama, farq tepilmaslik kerak. Agar bu ikkisi xarakter jihati bir-biriga o'xshamasa, ya'ni aning hukmining illati ma'noda tepilmasa, u vaqtda hukm bo'lmaydi. Yoki va mushu cheklimiga doir har qanday cheklama masalan bo'lib qolsa, bu yerda qanday qiyos qilolmaydi. Buningki tafsiliy ahvolini inshaalloh mushu qiyos bobi tugab bo'lganga qadar biz inshaalloh so'zlaymiz. Ammo 3-ruknga kelsak, aslining hukmi dedik-ku, ya'ni qiyosning asosi 4ning 3-si aslining hukmi bo'lishi kerak. Ya'ni aslining hukmida shart nima desa, bu hukmni far'iga o'tkazish uchun bir qancha shart qilinadi. Nimishqa desa, chunki nas bilan sabit bo'lgan har qanday shar'iy hukmning hammasi ma'lum voqelikda buni qiyos vositasi bilan yana bir voqelikka o'tkazish durust bo'lg'ay unda emas. Hammani qilolmaydi. Qiyos qiladigan yava, qilib bo'lmaydigan yava. Shunga shart orqali
qaysi vaqaliklarning hukmini o'tkazgili bo'ladi, qaysi xildagi vaqalikning hukmini o'tkazgili bo'lmaydi, buni bilamiz. Balki far'iga o'tkaziladigan hukmda, qiyosdan far'iga o'tkaziladigan hukmda bir necha shart qilinadi. Birinchi shart ayyakuna hukman shar'iyyan amaliyan thabata bin nas. Cho'qim biz far'iga o'tkazmoqchi bo'lgan hukm naslan sabit bo'lgan amaliy hukm bo'lishi kerak. Mishadlab izohlab o'tayli, naslan sabit bo'lganligini Abturning mushu shartni maxil shaklda akalish qarg'a vaqtda ijmo bilan sabit bo'lgan hukm bo'lsa o'tkazgil bo'lmaydi. Bu bir. Ikkinchisi, amaliy shar'iy hukm bo'lishi kerak qarg'a vaqtda axloqiy, bizlar Qur'oni Karimning ichidagi ahkom bir nechaga ayirdik, yoki e'tiqodiy, e'tiqodga munosabatli hukmlar o'qas o'tkazgil bo'lmaydi. E'tiqod masalasida qiyos babi ishlamaydi. Qiyos faqat amaliy hukmlardir. Bu birinchi shart. Ikkinchi shartga qaranglar, mabatga. Cho'qim eliqi far'ining hukmi uning illatini bilishga aql uchun yo'l bo'lgan ishlarning qatoridan bo'linma. Aslining hukmi uning illatini bilishga aql uchun yo'l bo'lgan ishlarning qatoridan bo'lish kerak. Haliqi biz asosliq bir hukm vaqalikning hukmini, ya'ni bir vaqalikka qiyos qilib turib hukmini o'tkazishda to'rt asosning birisi illat emasmi? Agar illatini bilmasak, masalan, asli Qur'oni Karimning hadisida bir vaqalik tilg'ilindi, buning bir hukmi keldi. Mushunga biz bir narsani qiyos qilish uchun ma'ning halollik yoki haromlik hukmining illati bizga aniq qilish kerak. Agar illatini bilmasak, albatta mana uni qiyos qila olmaydi. Chunki illat tepilmasa, hukm tepilmaydi. Illat tepilg'ayada hukm biz oldingi soatda bir qoida dedik-ku, al-hukm yaduru ma'a illatihi wujudan va adaman. Hukm illati nerda tepilsa, shu yerda tepiladi, illat yo'qolsa yo'qoladi. Agar illatini bilmasak, aslini hukmni o'tkazamiz. Bu ikkinchi shart. Uchinchi shart, cho'qim aslining hukmi shu asliga xos bo'lgan bo'lishi kerakki, ba'zi bir hukmlar bor. Shu hukm o'ziga aniq xos qilib belgilab o'tilgan. Unda holatida ikkinchi bir vaqalikka uni qanaqa qilolmaydi, qiyos orqali o'tkazib olmaydi. Shu 3 shart hozirlansa, aslining hukmi degan rukni shakllangan bo'ladi. Ya'ni qiyosning 3-ruknisi hozirlangan bo'ladi. Qayt kelaylik. Bu aslining hukmininki birinchi sharti cho'qim aslining hukmi naslan sabit bo'lgan amaliy shar'iy hukm bo'lishi kerak. Bu bir. Ikkinchisi aslining hukmining illati aql orqali belgilab bo'ladigan illat bo'lishi kerak. Uchinchisi aslining hukmi shu asliga xasob qolmasligi kerak. Agar xasob qolsa, buni qanday o'tkazgil bo'lmaydi. Bu 3 shart shakllansa, aslining hukmi kuchga ega bo'ladi. Qiyosning 3-4 cho'ng asosiy ruknisining birisi bo'lib tura oladi. Shunday qiyosning asosi yaratilgan bo'ladi. Qani avtor nima deydi qarab boqaylik. Endi saboqdoshlar bir narsa eskartib qo'yay. Usulul fiqhninki asosiy javhri qiyos. Usulul fiqhninki asosiy javhri qiyos. Qiyinlik darajasi ham shu qiyos eng qiyin. Mujtahid qiladigan qiyos. Shunlashqa biz kitobimizda hamda sizlarga nisbatan bir yangi o'g'achqa, bu fan sizlarga nisbatan bir yangi o'g'achqa ham kitobimizmi ham iqtisam kitob o'g'achqa biz amalda eng oddiy shaklda qiyos degan nima qandaq bir doiralarni o'z ichiga oladi. Mushu nuqtani tushuntirishni asos qilib eng yengil so'zlaymiz qiyosni. Umidimiz sizlar shu qiyos to'g'riliq oddiy ma'lumot qilishib, bundan keyingi cho'ng kitoblarga urul salali sanglar, yo'l salali sanglar, shu bizning shu qiyos babidagi darsimizni kutadiganimiz shu. Qiyosni haddidan ziyoda cho'nqurlab tushunishdan avval qiyos degan nima oddiygina tushuntirish bizning asosiy maqsad shu. Andos kelayli. Ammo ijmo bilan sabit bo'lgan bayatni dedik-ku, aslining hukmining birinchi sharti cho'qim asli naslan sabit bo'lgan amaliy shar'iy hukm bo'lishi kerak degan biz ikki xil narsani chiqardik. Birisi naslan degan gapni ijmoni chiqardik. Amaliy degan gapni e'tiqodni chiqardik emasmi? Abturni shuni so'zlab, ammo amaliy shar'iy hukm bo'lib, ijmo bilan sabit bo'lgan bo'lsa, bu hukmni qiyos vositadan o'tkazish ikki xil ko'z qarash. Dedim-ku, ijmo bilan sabit bo'lgan hukmga, ya'ni ijmoga bir vaqalikni birini qiyos qilib turib, ijmoning hukmini o'tkazish haqida ulamoning ixtilofati bor. Ba'zi kitoblarda muayyan shaklda uni o'rin bergilik, lekin avtor uningga nisbatan boshqacha ko'z qarashga o'g'achqa ma'noga bunday ifodalarga diqqat qilinglar. Birinchisi, ijmo bilan sabit bo'lgan hukmni qiyos vositadan o'tkazish la yasih, to'g'ri emas. Mana bu dal men tarjih qildim deydi avtoram. Hada huvallazi urajjihuhu degani men tarjih qilganim shu. Men qo'llaydig'ini, men kuchlantirdig'im shu deydi avtor. Chunki ijmo xudo muqarrarlashgandek, prinsiplashgandek ijmoda ijmo qilingan har hukm bilan uning dalili tilga ilinish shart emas. La yaltazim degani yoki la yultazam degani shart qilinmaydi. Ijmoda har bir mujtahid o'zining dalilini so'zlamasin bo'ladi, tamam?
Delilini sözlemekten o hükümün illetini bilişke yol yok. Mecbur muhim halkının birisi var. Kıyaslan tört çoğun ruknusunun birisi hükümün illeti. İcmaata müctehit fakat özünün şu icma meselede bağan göz karşısına oturup koysan boldu bes. Hükümünü delilini demisen buludu. Delilini demese illet nokul olmayır. İllet nokul olmadan diken icmanın asas şekillenme degen gap. Anda oğanınkin icma kılınan hükümge kıyas kılış mümkün emas. Deydi abdur depolup tehe muşu gepnemi biz yana usulillahının ıslahideki icma degen hukum bilen icma kılınan hükümünün buluş periz asası degeni ayette biz bir gepni de dokku kitapның başında icma biz tunuşturgan tarifat boyunca abdurunun qarashida asasen tepilmaydı dokku abdurunun degeni hazır tepilip qalsa devatıdı. Tepilip qalsa yani icma bilen sabit olgan hükümge yani bir vaqalikni qanaqa qilolmaydi. Icma qiyas qilib icmaning hukmini yani bir vaqalik o'tkazgil olmaydi deydi abdur. Tamam. Bu ikki ko'z qarash, yani icma bilan sabit olgan amaliy hukmga qiyas qilish haqidagi ikki ko'z qarashning birinchisi. Ikkinchi ko'z qarash o'tkazish. Durust deydi Imom Shavkani, ma ikki qavlning asahroqligida gap tugidi. Ammo yana bir ehtimollar qiyas bilan sabit olgan shar'iy hukm masalasiga kelsak, ya'ni shu biz aslining hukmiga 3 shartni o'tirib qo'ydik. Birinchi shart aslining hukmi cho'qim, naslan sabit olgan shar'iy amaliy hukm bo'lishi kerak deb bo'lgandan keyin biz bayatni deb bo'lgan bu gapni. Naslan sabit bo'ldi degan gap Qur'onda kelgan hukmga, hadisda kelgan hukmga undan keyin qiyas qilib icmaqa va undan boshqalarga qiyas qilolmaydi. Chunki birinchi shart shu. Endi qiyas qilinish qiyas qilolmaydi desa, diqqat ha, bir qiyas bilan bir hukm chiqdi. Biz yana bir qiyasni kelib, ma qiyas qilolmaydi bo'lmamdi desa, abtur buni kelib, ammo qiyas bilan sabit bo'lgan hukm masalasi, shar'iy hukm masalasi kelsak, buni asla boshqaga qiyas yo'llar o'tkazish to'g'ri emas. Nimishqa? Avval kitob qilishni kirib biz bir tushuntiraylik. Ma bir qiyas ma'nini biz o'tkazmoqchi, layajuz to'g'ri emas. Nimishqa? Ma qiyas degan gap buningmi asli va degan gap. Ma qiyas degan gap, qiyas orqali chiqilgan hukm degan gap, buningmi asli va degan gap. Masalan, hozir degan gapni misol orqali tushuntirsak, biz boyatdan haroqqa sirkini misol qilib turib, haroq sirkini harom dedik. Tamammi? Sirkini harom deb bo'ldikmi? Endi men boyatdan gapni qilgan kuvasning hukmini sirkiga qiyas qilib ma sirkining haromlik hukmini men akagil bulanib bo'lmamdi desa, bu to'g'ri emas. Nimishqa? Chunki sirkini biz nimaga qiyas qilgan haroqqa. Agar ma kuvas sirk bilan o'xshash xarakterda bo'lib qolsa, buni sirkiga qiyas qilib yurgandan bevosita haroqqa qiyas qilsak bo'laverdi asliga. Agar ma kuvas sirk bilan o'xshash bo'lmay qolsa, tabiiyki haroq bilan o'xshamaydi. Ana o'gandan keyin buni qiyas qilishning hojati yo'q. Chunki qiyasning qashida asli bo'ladi. Asliga bevosita qiyas qilsak bo'ladi, deydi abdur. Qaranglar kitobga. Ya'ni chunki far'i agar qiyas bilan chiqarilgan hukm sabit bo'lgan ishqa ash far'inin bo'lsa, barobar bo'lsa, illat jihatda nasning vaqasiga barobar bo'ladi, shu illatning o'zida. Unda bo'lganda qiyas orqali o'tkazilgan hukm nasning hukmi bo'ladi-ki, buni qiyas qilishning hojati yo'q. Nasdagi vaqadagi bevosita qanaqa qilsak bo'ladi, qiyas qilsak bo'ladi. Bu bir. Agar uningga illat jihat barobar ekanmiz, men bayat deganda kuvas sirkiga teng bo'lmasa, hukmdikiga ham barobar kelish to'g'ri emas-ki, asliga barobar kelib, vaqtida ham qiyas qilolmaydi. Demak, qiyasqa ma vaqalik qiyasqa udul kelsa asliga mudul keladi. Far'iga udul kelsa asliga mudul keladi. Buni ma qiyas qilmay asliga nasning hukmiga qiyas qilsak bo'ladi. Udul kelmasa aniq mudul kelmaydi, qiyas qilish to'g'ri emas. Shunlashqa qiyas qilish to'g'ri emas deydi. Buningga asosan olmaning sirkisi xormining sirkisiga qiyosan harom qilindi degilolmaydi. Ana men xormining sirkisining hukmi haroqqa qiyas qilishdan qanaqon sabit bo'lgan. Unda asli hukm qaysi haroqning hukmi. Buningga qiyas qilib sirki xormining sirkisini chiqargan. Bu bir qiyas hukm bo'ldimi? Ammo xormining sirkisining hukmiga yana bir vaqalikning hukmini qiyas qilishga bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki olmaning sirkisi xormining sirkisiga mas qilishda teng bo'lsa, olma bilan sirki o'xshash mas qiladi-ku desak, bu haroqqa yana teng bo'ladi, o'xshash. Unda o'gandan keyin uni bevosita qanaqa qilsak bo'ladi, haroqqa qiyas qilsak bo'ladi. Demak, uning vaqtdagi haromligi haroqqa qiyas qilishdan harom bo'ladi, xormaga emas. Uningga qiyas qilishning hojati yo'q. Agar u olmaning sirkisi, xormaning sirkisiga mas qilishda teng bo'lmasa, haroqqa teng kelmaydi. Haromlikda
O vaqtda qiyas qilib texim bo'lmaydi. Demak, unda qilishning hojati yo'q. Gapni xulosalab o'taylik. Aslining hukmi biz hozir 4 dona ruknida ketyapmiz. 4 dona rukniningki 3-chisi, ya'ni hukmul asli ketyapmiz. Hukmul aslining qiyas babida rukni bo'lish uchun 3 shart ketdi. Buning birinchisi shu hukm shar'iy, amaliy hukm bo'lish kerak. Naslan sabit bo'lgan, ijmo'lan sabit bo'lgan bo'lsa bo'lmaydi, qiyaslan sabit bo'lgan bo'lsa bo'lmaydi. Bu bir. Ikkinchi shart hamda aslining hukmi aql uchun uning illatini bilishga yo'l bor narsadan bo'lish kerakki, aql uning illatini bila olishi kerak. Yani biz nima uchun harom bo'ldi degan topishimiz kerak. Mayli nasdan topayli yoki itoatdan topayli. Chunki agar aqlga uning illatini bilishga yo'l bo'lmasa, u hukm qiyosning vositasi bilan o'tkazilishga mumkin bo'lmaydi. Chunki hukm asosli qiyos bilan billa, illat bilan billa ma'noda. Uning nima uchun harom qilinganligini topolganda, undan keyin shu illat nerede tepilsa hukmni cho'ga pasak bo'ladi. Haroqning harom qilishining illatini Mesqilishda tapaladı. Şoňlaşqa qandaq bir şeyi, qandaq bir narsa mesqilsa ekensek boladı. Amma agar şunu tapamay qalsak, tapammasak, bilmesek, apa bolmaydi-da. Çünki qiyasning asosi aslining hukmining illatini bilish. Asliga aloqa Qur'oni Karim yoki hadisda kelgan vaqalikni demakchi. Va o'sha illatning far'ida, haliqi biz hukmini bilmoqchi bo'lgan, haliqi vaqalikda tepilgan, tepilmagan, tahaqquq degani ba yo'qligini qanaqa qilish bilish, bu asos. Qaytadan kelsak, qiyasning asosi 4. Birinchisi biz aslini bilishimiz kerak. Ikkinchisi far'ini bilishimiz kerak. Uchinchisi aslining hukmini bilishimiz kerak. To'rtinchisi shu hukmning illatini chiqara olishimiz kerak. To'rtinchi shakllangan vaqtda oldimiz yo'l hozirlangan bo'ladi. Undan keyin illatni ko'tarib ma'amaz far'ida tepilsa, tamam, hukmni kelimiz. Far'ida tepilmasa, hukm kelmaydi. Mushu qiyasning shakli. Ma'shartning texim izohatiga qarasak, amaliy shar'iy ahkamlarning hammasi kishilarning manfaatlar uchun yo'l qo'yilgan. Va mushu ahkamlar asoslangan ma'lum illat uchun yo'l qo'yilgan, bika yo'l qo'yilgan emas. Ma harom desa sabab bor, ma halol desa sabab bor. Bu ahkamlardan biror ahkam illatsiz, sababsiz, behudi yo'l qo'yilmagan, lekin ahkamlar ikki xil. Bir-birlik ahkamlar Allah onun illetlerini bilishga o'zi tanlagan. O'zining ilmiga tanlaganki, uni biz bilmaymiz. Uning ma illetlerini bilishga yo'lni hozirlab bermagan. Nimishqa bandlarini sinash uchun, imtihon qilish uchun. Ya'ni ular ijro qilib urullamdi, garchi ular hukm uning ustiga qurilgan illatni bilmagan taqdirda ijro qilib urullamdi, mushun sinab baqish uchun. Ma'qul illatlarni biz odatda ta'abbudi deb qo'yamiz, g'ayri ma'qulatul ma'na deb qo'yamiz. Bu xil ibodatlarda bandining bandichilikla sinildigan ibodatlar. Masalan, bunun misollari 5 vaqt namozdagi rakatning sonini muqimlash. Hargiz o'qti qopab, nima qilib peshimni 4 rakat o'qiymiz. Bomdod baka vaqtida 2 rakat o'qib, tushdi ishva vaqtida 4 rakat o'qamdik demaymiz. Bu degan faqat bir sinoq. O'qu dedi, bas o'qiymiz. Bu bizning bandichiligimizning siniqi. Mallardagi zakat vojib bo'lgan mallardagi nisabning miqdorlarini bekitish. Nimishqa oltin kumushga 40 ya'ni 2% ni, qo'yga 40 ni, 41 ni, tugi bilan kalaga boshqacharoq deganak demaymiz. Va vojib bo'lgan miqdor masalasi. Hududlarning miqdorlari nimishqa qo'lni kesizdi demaymiz. Kafaratlarning miqdorlari, mirosdagi ashabul farzninki nasibalari masalan, nimishqa o'g'ilg'anchilik, qizg'amanchilik, dadag'amanchilik, anag'amanchilik deb demaymiz. U degan hammasi ta'abbudi. Buning illatini Alloh bizga bildirmagan, yo'lni hozirlamagan, ishorat bermagan, ham bizmi qanday qilmaymiz, o'qimaymiz. Bu degan xolis bizning qalbimizdagi iymonga qarab turib ijro qilinadigan ishlar. Tamam. Bu bir xil ahkamlar. Mandaq ahkamlarda qiyos olmaydi. Ikkinchi xil ahkamlar Allah ularning ilmini bilishni o'ziga tanlamagan, bandalarga yo'l qo'ygan ahkamlar, balki aqllarni ularning illatini bilishga yo oyat hadisga naslar bilan yoki shularni tepish uchun turg'izib bergan boshqa dalillar bilan bizni yetaklab qo'ygan ahkamlar. Bunda ahkamlarni ahkam ma'qulatul ma'na, ya'ni uqumi nima uchunligi tushunilgan ahkam deb qo'yamiz. Mana model bizning bo'lganki qiyos babidagi bahs qilgan ahkamlar ma'quldik ahkamlar. Birinchi xil ahkamlarga qiyos qilolmaydi. Chunki u yerda illatni o'qilolmaydi. Mana model aslidan aslining g'ayriga qiyosning vasf bilan o'tkazgili bo'ladigan, antuaddadin o'tkaziladigan ahkam, mayli ahkamlar mubtada'an ahkam bo'lsin degani, ya'ni o'zligidan
özlügidan mustaqil ahkam bolsun. Yani mubtada degende nima? Keyinde isbotlab qo'ydik. Ya'ni kulli ahkamning ichidan istisno qilib chiqariladigan ahkam emas. Mustaqil ahkam bolsun. Masalan, haroqning ichining haromligi bu mustaqil ahkam. Bu qiyos vasitasi bilan har qanday bir masqog'ichi sirkini ichishga o'tkaziladi. Bugungi zamonimizda har qanday ichimlik maslam qilsa, qiyosning vasitasi bilan shu haromlik shunga o'tkaziladi. Bu bir misol. Jazoning haromligi bug'doyda apidiki bu ikkisi hukm bilan naslan kelgan emas. Bu hukm qiyos bilan qo'noq guruchlarga ishlatiladi. Ma'o hammasi mubtada hukm deb qo'yamiz. Mustaqil hukm yoki kulli hukmdan istisno qilib chiqariladigan ahkamlar bo'lsinki, asli kullisi to'g'ri emas, lekin mushundagi birsa ma'lum bir sabab, ma'lum bir maslahat yusidan to'g'ri qilingan. Kullisi to'g'ri, onun içindeki ma'lum birisi, ma'lum bir sebep maslahat tufaylidan, mafsada tufaylidan harom qilinganda, kulli umumiylik hukmlardan chiqarilgan hukmlarga şunun illetini bilalsak, boshqa xildagi shu illat topilganlarni qiyos qilinganki, masalan, arayaga ruxsat qilganga o'xshash, odatda jazon degan harom. O'xshash jinslik narsalarni egiz passatsa harom bo'ladi aniqlar. Araya deganimiz ho'l xurmoga quruq xurmoni setish. Tabiiyki 1 kilo ho'l xurmo bilan 1 kilo quruq xurmoninki o'xshash mezgil kelsa, kilolıq soni hargiz o'xshash chiqmaydi. Masalan, men 1 kilo ho'l xurmo va 1 kilo quruq xurmo va buni shunda ho'l xurmoni quritsak, tabiiyki 1 kilo quruq ho'l xurmo qurganda 1 kilo ho'lib qurmaydi. Quruqlab qurmaydi. Egiz passatda bu teng emas. Shundaq bo'lsa-mu payg'ambar alayhisalom buni yajuz dedi. Asli bu jazoning tipidagi narsalar. Jazoni harom. Lekin Rasululloh buni ruxsat qildi. Sabab qarab baqayli. Ya'ni bu mutafodil o'zaro farqli o'xshash jinsdagi narsalarni bir turdagi narsani setishning qatoridan bu asli jazoni bu. Lekin man Rasululloh ruxsat qilib, man arayaga ruxsat qilgan. Endi bu arayaning hukmi allazi uddiya ma hukm qiyos orqali talning ustundagi üzümni quruq üzümga setishga qiyos qilindiki, Rasululloh ho'l xurmoni ustidagi uydagi oldingi yildagi quruq xurmoga setishga ruxsat qilgani kishilarning shu vaqtdagi kambag'alligi, ehtiyojini ko'rsatib qilgan bo'lsa, endi bizning bugungi zamonimiz, bizning yurtimizda xurmo yo'q, üzüm bor. Talning ustida ho'l üzüm bor. Birovninki oldingi yildan eshib qolgan quruq üzümi bor. Ehtiyoj shunga tug'ilib qolsa, ehtiyoj nuqtasidan bir charak yoki 1 kilo quruq üzümni 1 kilo ho'l üzümga yoki shuningdek taxmin qilib tegizsa, bo'ladi ehtiyoj yusidan degan gapda. Asli bu jazoni. Jazoni degan kulli bir hukm bu jihatda. Chunki al-qad ma'al jins, o'xshash turlik narsalar o'xshash miqdorda tegizilmay, oshirib tegizilsa bo'lmaydi, aniqla tabiiylar. Lekin ehtiyoj uchun yo'l qo'ygan bir hukmni istisno asosida. Shu istisno asosida yo'l qo'ygan shu hukmning illatini biz bilavergan bo'lg'achqa, shu illat boshqa narsa tepilib qolsa, shu bo'yicha unimi mushning qatorida qana qilsak bo'lgan bo'ldi, hukmni yugursak bo'lgan bo'ldi. Tamam, bu bir misol. Yana bir misol, ro'zlarninki unutib qilib yeb selishlarmi, ro'zning qab qilishi asli bu uzuqliq ro'z tutishning oshqozonga yetishidan ro'zning buzilishi degan bir kulli hukm bor. Ramazonda ro'zlarning qusqiga har qanday uzuqlik kirsa, ro'zi buziladi. Lekin unutib qolsa, buzilmaydi deb ishidan chiqarilgan. Buning biz illatini bildik. Ya'ni insondan harajni ko'tarish. Chunki inson o'zi qudrat yetmaydigan ishlarda amal yo'q uningki. Unda bo'lgandan keyin haqiqatda bu kullisi la yajuz, ma yajuz olgan taqdirdami, mushuni illatini bilib geçkilan biz buni boshqaga olib olamizki, allazi bu hukm qiyos orqali xatoan yoki mukrahan yeb solgan ro'zlarga ham opiriladi-ki, xuddi unutib qolib yeyish odamning o'z ixtiyoriga bo'lmaganidek, xatoan yeyish, masalan, xatoan deganimiz bolasiga bir narsa chaynab yugizib qo'yman deb o'tib, g'itdek ketib qoldi. Mukrahan degani o'tirutman deb turib yegizdi masalan. Bunda holatdimi ro'zi qap qiladi deb aniq qiyos qilamiz. Tamam. Bu yerda bu gapni xulosalasak nima demoqchi desa, ahkamlarning illatini bilgili bo'lsa, mayli u ahkam mubtada mustaqil ahkam bo'lsin yoki kulli hukmning ichidan chiqarilgan bir istisnoi hukm bo'lsin, ishqib illatini bilgili bo'lsa, shu illat boshqa yerda tepilsa, buning hukmi shu illat tepilgan yerda qanday qiladi? Tepiladi. Apaqala bo'ladi deydi. Tayyib. Yeni bir misal, namoz o'quvchi unutib qilib so'zlab salsa, namozning qilib qoladiganligini ham animini o'tkazib bayatdanqa ro'zlarning ro'zining qilib qoladiganligini ham o'tkazib bo'ladi. O'xshash. Chunki xulosa o'tayli.
aslining hukmini o'tkazishning durustligining sharti biz bayatning ikkinchi shartda ma'qulatul ma'na bo'lish degandikki, shu hukm adam tushuniladigan hukm bo'lish, ya'ni illatini tushuniladigan. Bu hukmninki mayli kulli hukmning ichidan istisno shaklda chiqarilgan bo'lmay, istisno shaklda chiqarilmagan mubtada hukm bo'lsin, mustaqil hukm bo'lsin yoki kulli hukmning ichidan istisno shaklda chiqarilgan hukm bo'lsin, buni o'tirda bila farqsiz asosda ish qilib hukmning illatini belgilagan bo'lsa, mushu illatga tayanib turib aslidagi hukmni far'iga qanaqa qilib bo'ladi, yo'tkilib bo'ladi. Ma'u shart. Ammo halaqa hukm g'ayri ma'qulatul ma'na bo'lib qolsa, uni mayli hukm asli hukm bo'lsin, istisno hukm bo'lsin, o'tkazish to'g'ri emas. Bunga asosan ibodatda, had hududlarda, mirosninki nasibalarida, rakat sonlarida qiyos qilish yo'q. Qiyos qilolmaydi. Nimishqa bular ta'abbudiy ish. Bularninki illatini o'qimaymiz. Hukm shu paytga keldi, shu paytga ijro qilinadi. Biz nima uchunligini, Alloh nima uchun bunday ish kerak, peshini 4 rakat qo'ydi. Nima uchun dadaga 6 dan birini ba'zi holatlarda, nima uchun onaga ba'zi holatlarda 3 dan birini ba'zi. Masalan, nima uchun akshiga balasi bor yo'q holatda 20ni yoki 4 dan birini ba'zi, ayoliga 4 dan biri yoki netini ba'zi 8 dan birini degandek masalalarni biz o'qimaymiz. Nima uchunligini. Unda bu ishlarga ikkinchi bir o'rinda yoki ikkinchi bir masalaga buni tatbiq etib qiyos qilolmaydi. To'g'ri, biz bunga fikirlaylik. Qiyosning arkonining 3-si hukmul aslining sharti. Birinchisi bu hukm hukman shar'iyyan sabata bin nas bo'lish kerak. Bunun tafsilotini so'zlab bo'ldik. Ikkinchisi bu hukm hukman ma'qulatul ma'na. Ya'ni hukm ma'qulatul ma'na bo'lish kerakki, illatini qanday qilinadigan tushuniladigan yoki mimma lil aqli sabilun ila ma'rifati illatihi. Uning illatini bilishga aqlga yo'l bo'ladigan, aql bilalaydigan bir hukm bo'lish kerak. Ikkinchisi buni ahvol tugadi. Uchinchisi hukm aslining hukmi shu asliga xos bo'lmasi kerak. Asliga xos bo'lib qolsa tabiiylan o'tkazilolmaydi. Xos bo'lmagan universal hukm bo'lish kerak demak. Ya'ni, ammo agar aslining hukmi asliga xos bo'lib qolsa, qiyos orqali asliga xos bo'lgandan keyin haqqi ma'mayda o'tkazilolmaydi-da uni. Anda olsa aslining hukmi qanday vaqt asliga xos bo'ladi desa, ikki xil holatda xos bo'lmaydi. Birinchisi hukmning illatining aslining g'ayrida tepilish tasavvur qilinmagan vaqtida. Demak, hukmda bir illat bor, lekin boshqa yerda tepilishi mumkin emas. Tepilmaydi bo'lib qolsa, tabiiy hukm asliga xos. Masalan, namozning qasr qilishning musofirga yo'l qo'yilish masalasiga kelsak, buning illatini tushungan bo'ladi. Chunki buningda mashaqqatni tabiiy qilish bor, lekin illati safar va ani safar degan musofirning g'ayrida tepilish mumkin emas. Musofirsiz safar olmaydi-da. Unda o'g'anligin tabiiyki safardagi namozni qasr qilishga ikkinchi bir narsani qanday qilolmaydi? Qiyos qilolmaydi. Chunki safar degan illat boshqa yerda tepilmaydi. Shuningdek, ikki o'tibga, ya'ni oyoq kelgan ikki oyoqqa masih qilishning mubohlik masalasiga kelsak, bu bir hukm bo'lib, bu illatini ma'qulatul ma'na degan uqum tushuniladigan, illatini tushuniladigan. Chunki buningda ta'sir, raf va haraj va harajni ko'tarish va, lekin buning illati putqa oyoq kiyilish, tahoratlik holati putqa. Endi mushu putqa oyoq kiyish deganga kiymagan vaqtda tasavvur qilolmaydi-ki, shu boshqa yerda masih qilolmaydi. Cho'qqum oyoq kiyish kerak, bunga qiyos qilolmaydi. Bu bir maholatdimi aslining hukmi asliga xos deb qaraymiz. Qiyos qilolmaydi. Ikkinchi xos o'rin bir dalildan birisi kelib, aslining hukmiga shuningga xos degan ifodalab qo'ysa, xolos bu yerda qiyos qilolmaydi. Masalan, Rasululloh xos ekanligiga dalil dalolat qilmoqchi ahkamlar. Rasululloh 4 dan ortiq xotni oldi. Rasululloh 4 dan ortiq, masalan, 11 xotni olgan ekan, bizmi to'xtab turamiz, apaqal desak, Qur'oni Karimda masna va thulatha va ruba degan oyatlar bilan cheklab qo'ydi. Rasululloh 4 dan ortiq oldi. Qur'onda 4 dan oldi. Andog'anda 4 dan ortiq o'lish Rasululloh xos ishganda dalilga qarab turib, ma'ning xosligini o'qitdik. Endi Rasulullohga qiyos qilib o'zimizni 5 yoki 6 ni og'ilolmaydi. Rasulullohning o'lib ketgandan keyin ayollarining birini elishning haromligiga odatdagi normal insonlarga shularga berilgan hukm qarasak, xalq o'lib ketib, ayoli iddati chiqsa, osi bo'ladi. Shunda qiz bularniki deb Qur'onni aqtasa, Qur'onda Rasulullohning ayolini o'lgandan keyin qanday qilmanglar, amanglar deb aniq hukm bor. Shuning bilan ma hukm to'y qilgandan keyin Rasulullohning ayolini amaslik Rasululloh xos ekan. Ammo qolganligi nasib bo'ladi masalan. Va
hukm chiqargan vaqtda Huzayma ibn Sabitning lam shahadatidan hukm qilish masalasida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam man shahida lahu Huzayma fa huwa hasbu dedi. Bir adam guvohlik qilsin bo'ldiga o'xshamamdi desa, lekin naslarga qarab baqsaq, hukmda nima bo'lish kerak? Shahidayn, ya'ni rajulayn aw rajul va imra'atayn. Bir adam yoki ikki ayol yoki ikki er degandek shartlar qo'yib, asli Huzaymaning ham guvohligini elish Rasulullohning xususiyati ekan, ammo bizga cho'qib ikki adam yoki ikki ayol bir er bo'lish kerak ekan deb biz ma'ning Rasululloh xos kerakni qo'ldik. Mandaq masalalar bo'lib qolsa, buni biz asliga xos deymiz, qiyos qilishchi bo'lmaydi. Ya'ni chunki Qur'on hadisda kelgan narsalar to'rtdan ortiq ayoldan to'y qilishning mubah emas ekanligiga dalolat qiladi. Irulab ketgan ayolninki idida chiqqandan keyin agdagisi bo'ldiganligini ifodalaydi. Guvohlikda cho'qim ishkar yoki bir ayol ishkarninki kerak ekanligini ifodalaydi. Demak, Mavloning hammasi shu xildagi hukm Rasulullohga va Huzaymaga xoslikning dalili bo'lg'achqa, ma hukmlar Rasulullohga xos hukmdan ayrilib, bularga qanday qilinmaydi, qiyos qilinmaydi. Tamam. No'g'anda oldingi mazmunni bir qisqacha xulosalab o'taylik. Biz yuqorida qiyosning arkonidan necha arkonni so'zlab o'tdik? 4 arkonni. Birinchisi asli bo'lish kerak. Ya'ni Qur'on hadisda nasda aniq hukmi kelgan bir voqelik. Ikkinchisi biz voqelikni hukmini istagan bir voqelik bo'lish kerakki, buning hukmi qurchuqum Qur'on hadisda sabit bo'lmagan bo'lish kerak, ya'ni far'i. Uchinchisi aslining hukmi aniq kelish kerak. Bu uch. To'rtinchisi shu hukmning hukmi, ma'nosi, hikmati, illati bizga nisbatan nima bo'lish kerak? Tushunishli bo'lish kerak. Mushtaoqa vaqtida undan keyin qiyosning arkoni shakllangan bo'ladi. Bu arkonlar shakllangan vaqtda mujtahid qiyos qilishga qadam bosib bo'ladi. Bu arkonlardan birinchisi, ikkinchisiki biz bayatni o'tirib qo'ygandek, men deb o'tdim ham, o'sha bayatni tushungan vaqtda shunda sharti bor. Masalan, bayatni kitobda deb o'tdik. Buning sharti aslining hukmi aslan sabit bo'lgan bo'lishi kerak, far'ining hukmi nas ijmo bilan sabit bo'lmagan bo'lishi kerak va aslan far'ining o'tirida farq chiqib qolmasligi kerak illat jihatda. Undan keyin 3-rukninki aslining hukmi deganning 3 sharti bo'ldi. Birisi aslining hukmi cho'qim shar'iy, naslan sabit bo'lgan hukm bo'lishi kerak. Ikkinchi sharti cho'qim uning illatini belgili bo'lishi. Uchinchi sharti aslining hukmi shu asliga xos bo'lib qolsa, qilolmaydi, xos bo'lmasligi kerak. 3 shart hozirlansa, bu hozirlangan bo'ladi. Bu mutlaq. 4-chi illatga keldik. Ondan so'ng illat degan nima? Abtur boya kelgan vaqtida 4-chisi deb kelib, ta'riful illat deb yo'qon mavzuning birini qilib qo'shgan sababi chunki usulul fiqhning ichida qiyos asosiy o'rin egallasa, qiyosning ichida illat asosiy o'rin egallaydi. Illat bilindi, qiyos qilindi. Illat bilinmadi, qiyos qilinmadi. Mujtahid madam illatni topolmasa, qiyos qilinmaydi. Shuningga 4-rukni bizning asosiy cho'ng bir mazmundagi dars. Ammo 4-ruknga kelsak, 4-rukn degan qiyosning illati ma'u arkonlarning eng muhimi, chunki qiyosning illati qiyosning asosi, qiyosning bahsi ham illatning bahsi, qiyosning bahsining ichidagi eng muhimi bu nihoyatda ko'p bo'lib, bundan biz 4 masalaga to'xtaymiz. Birisi qiyosni ta'rif qilamiz, ikkinchisi qiyosning shartini bayon qilamiz, uchinchisi qiyosning ahkam aqsamlarini bayon qilamiz, to'rtinchisi qiyosning masalik yo'llarini bayon qilamiz. Do'st kelaydi, qiyosning ta'rifi, illatning ta'rifatiga kelaydi. Va 4-rukni illat. Xo'sh, ta'rifuha, ya'ni illatning ta'rifati, shurutuha, illatning shartlari, aqsamuha, illatning aqsamlari, masalikuha, illatning yo'llar qatorliq 4 nuqtada to'xtalamiz. Birinchisi ta'riful illat. Illatni tunishtirish. Illat degan nima? Abturu gapni mana boshida. Hiya wasfun fil asli. Mush wasfun degan gapni hargizmi lug'at ma'nosida sifat deb tushunolmayman. Ma'lum bir alohidlik, ma'lum bir xarakter, ma'lum bir ish harakat deb tushunsanlar bo'ladi. Ya'ni asli degan gap, ya'ni askarlikda asli degani haliqi Qur'on hadisda hukm kelgan voqelikni ko'rsatadi. Shu voqelikdagi ma'lum bir xarakter, ma'lum bir alohidlik, ma'lum bir ish harakat demakchi, harakat bo'lib, aslining hukmi dal shuningga asoslanib qurilgan. Masalan, haroq rasli Qur'on hadisda uning hukmi bor. Hukmi nima? Haromlik, tahrim. Buning illati deganimiz ash haroqdagi bir xil alohidlik. Bu alohidlik o'z muqayisa mas qilish. Shu xil alohidlikka asosan aniga haromlik degan hukm qurilgan. Biz mushu alohidlikka tayinib turib haromlikni tatmoqchi. Harommi? Masqalamni qilmamdi qiladi harom. Harommi harom emasmi? Masqalamni qilmamdi qiladi harom. Harommi harom emasmi? Masqalamni qilmamdi qilmaydi harom emas.
Aşı mesqillish degan illatga tayinib turib biz shay'larninki hukmining halolmi haromligini biz bilamiz. Mana bu illat bo'ladi deydi. Qayta illat deganimiz aslidagi bir sifat, yani alohidlik, xarakter, harakat bo'lib, shu asli hukmi shuning asosan quriladi ve şu sifat bilan mushu hukmninki far'ida tepilmas qilib bilinadi. Masalan, iskarlik desak, haroqdagi bir sifat bayatman degandek, haroqning haromligi shuningga asoslanib qurilgan. Şu haramlık, şu mesqillish bilan haramlıkninki boshqa mesqilg'uvchi sirka yoki boshqa ichimliklarda bo'lish bo'lmasmi? Shuning orqali qurildi masalan. Undan boshqa bir misol, yana bir misol insonninki, kishininki o'zining qarinishining savdosini ustiga savdo qilish masalasidagi tajovuzlik degan o'qim bir xarakter bo'lib, şu kishining haqning savdosini ustiga savdo qilishining haromligi shuning asoslanib qurilgan. Masalan, hadisda kishi o'zining qarinishining ustiga savdo qilishi to'g'ri emas. Qarinishining savdosini ustiga savdo qilish degani men bir narsani olay deb rasmiy savdosini qilib bitib bo'lgan vaqtda ketligini ma'luma deb mening savdomni buzib savdo qilishi halol emas. Halol emas degan hukmninki illat bo'lsa, menga tajovuz qilganlikqa i'tido. Muju tajovuzlik hamda savdodan boshqa har qanday tepilsa o'qish harom bo'ladi. Masalan, men bir o'yin ijara olaman deb setib edish masalasi ham hadis qilganimni aniq qilib, endi ijara olaman deb tursam, qachon kepligimda ma'alidiga o'yin elib olsa, o'qish harom. Chunki i'tido bosh yadima. Shu i'tido bilan, shu sifat bilan kishininki o'zining qarinishining ijarasini ustiga ijarashdiki haromlikning bog'liqligi bilinadi. Dal mawo usulillahninki illat degan hukmni tunishtiruvchi degan gapning maqsadi shu. Chunki illat bo'ldi, hukm keldi. Illat bo'lmadi, hukm yo'q. Biz illat hukmning boyliqligini illatga qarab bilamiz. Bu illatni ham manatul hukm deb ataladi. Manatul hukm degan hukmning bog'langan yeri. Lekin hukmning amarat yani belge sebeptir deb ataladi. Sebep deb ataladi. Madarul hukm deb ataladi mesela. Her xil atalg'ilari bor, lekin biz illat deb ataymiz mush dars jarayonida. Xo'sh, endi musha kelgan vaqtda nima uchun illat degan qanday narsa degan bir haqda to'xtalamiz. Biz xilli tafsilga to'xtalamiz inshaalloh. Hammanglar bilasizlar, biz shariatning ruhini, maqosidini bahs qilsak, bunda bir alohida nuqtani bayqab olamiz. Ya'ni har qanday bir ahkomninki mayli biz bilayli bilan mayli çoqum Allah əminləşdirməkçi bolğan, ro'yobga chiqarmoqchi bo'lgan bir maslahat, bir maqsaddir. Safarda ro'za tutmasang bo'ladi dedi. Maqsad yengillashtirish. Japonni ko'tarish. Su yo'q vaqtda tayammum qilsang bo'ladi dedi. Maqsad yengillashtirish, Japonni ko'tarish. Kasal odam namozni juglab o'qisa bo'ladi dedi. Maqsad Japonni ko'tarish, qulayliklashtirish. Safarda namozni qasr qilsang bo'ladi dedi. Maqsad Japonni ko'tarish. Bular hammasi hikmat yuqorida tilg'anlari. Osonlashtirish, qulayliklashtirish deganlar hammasi hikmat. Haroqni harom dedi. Sabab nima? Insonning aqlini saqlash hikmat. Har qanday bir hukmning hikmati bor. Andoğandakin bizning asli o'y fikrimiz bo'yicha hukm hikmat bilan birga menish kerak. Yani bir nokta var, alayı nokta var. Hikmet deganga diqqat qilinglar. Ahkam hikmat bilan birga menish kerak. Chunki ahkamdan bo'lgan maqsad hikmat. Ammo endi hukmlarning hammasida hikmat ini qolmaydi. Masalan, men musofir. Menga namozda qasr qilishga ruxsat berishning sababi Allah mendan yengillashtirish. Menga jafo bo'lmaslik uchun. Endi safar har xil. Ba'zi safarlarni aeroplanda qilamiz, ba'zi safarlarni mashinada qilamiz, ba'zi safarlarni piyoda qilamiz. Odamning keten salomat o'xshamaydi. Kuchli ko'p qolsa safar uningga yengil kelishi mumkin, og'ir kelmasligi mumkin. Men ojiz bo'lib qolsam, safar oddiy safarlar menga og'ir kelishi mumkin. Men nuqtadan agar hikmatni izlab maqsaq, har bir odamga ayrim hikmat chiqish kerak bo'ladi. Bu bir mushkul ish, uni qilib bo'lmaydi. Muqim emasda ma ish. Unda muqim bo'lmag'ulsa, har bir odamning hukmini ayrim chiqarish to'g'ri bo'ladi. Lekin islomda bo'lsin, ahkam hukmning asosli maqsad qildigan hikmat. Lekin hikmat bayatimiz degandek muqim emas. Podshohning safari bilan mening safarim o'xshamaydi. Kuchli odam bilan ojiz odamning safari o'xshamaydi. Endi har bir odam safar qilmoqchi bo'lsa, shuni qashqirib, kuchli ma'jizmi? Safar erkilamni yengiltilamdi. Ha, erkasa qasr qiling.
Yengilkes qasr qilmoq deb bo'lmaydi. Qana qilish kerak endi. Hukm degan bunda turaqli qilish kerak-da. Bunda hikmatlar, bunda iqtizo bo'lsa hukm bo'lmaydi. Qana qilish kerak desa, hikmatni g'aliban o'ziga oladigan. Degani, hikmat asosan shuning ostidan chiqadigan, 99% shuning ostidan chiqadigan ishdan birini muqimlashtirishimiz kerak. U o'sini dalilmi illat. Unda bo'lsa, bayatdan hikmat, masalan, safar masalasida asosliq jafo mushaqqat masalasi hikmat bo'lib qoldi. Jafo mushaqqatni ko'tarish. Jafo mushaqqat g'aliban nada tepiladi safar. Unda safar degan bir gap, safar degan bir qon hikmat bo'lgan jafo mushaqqatni o'ziga ola oladigan bo'lg'achqa, namozni qasr qilishga, jafo mushaqqat uchun, jafo mushaqqat qilgan vaqtda demay, safar qilgan vaqtda deb Alloh hukmni hikmatga emas, illatga bog'lab qo'ydi. Diqqat. Hukmning hikmati hukmning yo'l qo'yishdagi maqsad. Ammo bu maqsad davomli, turaqli, ba'zini bilgiloladigan, ba'zini bilgilolmaydigan, ba'zi yushurun, ba'zi oshkor bo'lg'achqa, muqim bo'lmag'achqa hukmni kelib bu yerga bog'lab qo'ysa bo'lmaydi. Hukmmi igida so'tiladigan gap. Anoz qanday qilamiz desa, hukm bog'lanadigan, davom oshkora, hammadan bilalaydigan, davom muqim, turaqliq va hikmatni g'aliban o'ziga oladigan bir narsa topishimiz kerak. U o'smi illat. Masalan, namozni qasr qilish bir hukm. Buning hikmati jafo mushaqqatni dafi qilish. Mushu jafo mushaqqat degan hukmni o'ziga oladigan bir dona sifat bo'lishi kerak. Muqim, o'smi qaysi illat. Nonda hukm illatga bog'lanadi safarga. Shunga Alloh safar qilsang namozni qasr qil deydi Qur'onda. Mayli jafota tatma va jafo tatgan tatmaganda qilgan bilan, lekin g'aliban 99% safarda jafo bo'ladi. Bir qadimlik safarimiz jafo olmagan bilan safarning xarakterini o'zi bir jafo. Andog'anda safar degan gap illat. Bu illat nimaning mazonnisi? Hikmatning mazonni. Mazonni degan gap hikmat tepilish ehtimoli bo'lgan joy. Mushtoqqa chiqa hikmatning ustiga chiqa hukm hikmatga emas illatga quriladi. Mishat bir og'iz gapni esingizda o'ylanglar. Hukm hikmatga emas illat quriladi. Illatga hukm. Lekin hukmning maqsadi illat emas hikmat. Muhim gap. Hukmning maqsadi, hukmning yo'l qo'yishning maqsadi illatni ro'yobga, hikmatni ro'yobga chiqarish. Ammo hukm ro'yobga chiqmoqchi bo'lgan hikmatga bog'lanmaydi, balki hikmat g'aliban tepiladigan illatga tepiladi. Chunki illat g'aliban nimaninki mazannasi hikmatning mazannasi. Shunga turda aytadi: "Minal muttafaq alay bayna jumhurul ulama'il muslimin." Musulmon ulamolarning jumhurining o'tirida muttafaqan bo'lgan masalaning birisi Alloh subhanahu va taolo har qanday bir hukmni yo'lga qo'ysa, o'zining bandalarining manfaatini yo'l qo'ydi. Mushu manfaat ya ularga manfaatni tortib akilish, yoki ulardan zararni daf qilish. Endi har qanday bir shar'iy hukmni yo'lga qo'yishga turtkiriladigan turtki dal kishilarning manfaatini tortib akilish, yoki ularning zararini daf qilish. Dal mushu turtki hukm yo'l qo'yish qo'ygan mushu turtki, ash hukmni yo'l qo'yishning maqsadli g'oya. U o'simi dal hukmning hikmati. Men bayat degandim shu hukmning hikmati. Masalan, kasalning iftor qilish masalasi Ramazonda buning hikmati kasalning mashaqqatni, qiyinchilikni yo'qotish. Shirk yoki qo'shnining shubhachilik bunda setib olish, oldin setib olish, huquqiga ega bo'lishning hikmati uningdan zararni daf qilish. Qotildan qisosni vojib qilishning, amdan udvonan bo'lgan qotildan qasddan tajovuz qilib, odam o'ldirgan odamning qisosini vojib qilishning hikmati kishining hayotini saqlab qilish. O'g'rining pulni kesishning vojib qilishning hikmati kishining mollarini saqlab qilish. Ilm setimni mubah qilib qo'yishning hikmati kishilarning harajini daf qilish, ularning ehtiyojini qamlash orqali. Demak, har qanday shar'iy hukmning hikmati ma'lum manfaatni ro'yobga chiqarish yoki ma'lum ziyonni daf qilish. Mana shu vaqtda hikmat degan nima desa, har qanday hukmning yo'l qo'yishdagi asosiy maqsad hikmat bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin bizning kallamizga darhol qildig'ini hukmning maqsadi hikmati bo'lsa, shu hikmat qarab ish qilmamdi. Hikmat bo'lsa, hukm bo'lsin, hikmat bo'lmasa, hukm bo'lmasin. Degan gap bizning kallamizga keladi. Chunki asosiy maqsad hikmat bo'lgandan keyin hikmat bo'lsa, hukm bo'lishi kerak. Hikmat bo'lsa, hukm bo'lmasa kerak. Ma'qullashni aqlli hikmatlarga qarab chiqdik. Lekin hikmatlarning bir kamchiligi bor. Har hikmat har odamda tepilishi
Birinchidan zohir emas. Hammadan ko'p siz jafo tortdingizmi, tortmadingizmi? Ma safar sizga ig'ri keldimi, ig'ri kelmadimi? Sizga namozda qasr qilib bersak bo'lamdikan, bo'lmamdikan deb so'z qilib qo'yolmaydi uni. Bu oshkor emas u. Undan boshqa u turoqliq ish emas bu. Adamga qarab turib qanaq turadi, o'zgarib turadi. Ana o'gandan keyin hukmni hikmatga bog'lab qo'ysak, hikmat o'zgarib turgandan keyin, oshkor bo'lmagandan keyin hukm turoqli bo'lmaydi, muqim bo'lmaydi. Qanaq qilamiz endi? Dal musabab tufaylidan qaranglar. Qad takunu amran kitoblardagi haliqi qizil ranglik cho'nroq yozilgan xatga qaranglar. Hikmat ba'zida maxfiy oshkor bo'lmagan ish bo'lib qoladi. Hozirgi abzasninki 3-qurning oxiriroq. Ba'zida hikmat oshkor emas, amran xafiyan bo'lib qoladi. Bu bir hikmatning bir kamchiligi. Yana bir bat o'ringlar. Yana ba'zida hikmat amran taqdiriyan mo'ljariy ish bo'lib qoladi. Muqim emas. Adamdan adamga qarab turib qanaq turadigan, o'zgarib turadigan mo'ljariy ish bo'lib qoldi. Ikki dona cho'ng kamchilik ayb bor. Ikki dona cho'ng kamchilik ayb bor hikmatning. Birisi ba'zida maxfiy oshkor bo'lmay qoladi. Uqulolmaydi ba'zi hikmatlarni. Ba'zida adamdan adamga, muhitdan muhitga, ahvoldan ahvolga qarab turib amran taqdiriyan bo'lib qoladiki, mo'ljariy, nisbiy ish bo'lib qoladi. Nisbiy. Anınğa jafo kelgan safar menga jafo kelmasligi mumkin. Anınğa jafo kelgan kasal menga jafo kelmasligi mumkin. Menga jafo kelgan kasal bunda bo'lib qoladi. Menda ikki kamchilik bo'lganligi uchun. Endi hozir sizlar mush kelgan abzasdan qattakun va hikma amran taqdiriyan degan yerdan 1-qor, 2-qor, 3-qor, 4-qor, 5-qurning oxirisidagi falli ajli degan yer qaranglar. Gapni shu yerda o'ylaymiz. Biz bayatdan har qanday hukmning asosiy maqsadi hikmati degan. Unda o'g'andan keyin hukm hikmatga bog'lansa bo'lmaydi desak, bunga javoban hikmatning ikki xil kamchiligi bor. Birisi hikmat oshkor emas, maxfiy bo'lib qoladi ba'zida nisbiy bo'lib qoladi. Falli ajli. Ya'ni tashri'ning hikmatininki ba'zi ahkamlarda maxfiy bo'lib qolganligi uchun bu birinchi kamchilik. Ve bazı ahkamlarda turaklık bo'lmaganligi uchun bu ikinci kamchilik mushtaqoligi uchun lazima i'tibor amrun oxir. Yana bir ishdan birini biz qatoq elib nishat o'tirdi vosita qilishimiz lozim keldi. Bu ish bayatdan ikki kamchilikni o'rin to'liq qo'ydigan bo'lish kerakki, zohir bo'ladigan, oshkor bo'ladigan va munzabit bo'ladigan. Hüküm şunun asasen kurulduğun, onun buluşulan hükümnün buluşu, onun yokuluşulan, yani hükümnün buluşu onun buluşuğa, hükümnün yokuluşu onun yokuluşuğa bağlanıdığın ve bu iş onun hikmet, özünün hükümnün hikmetine münasip bulduğun degene hikmetini özüge alıdığın bulduğun. Buna digellik, ne ma'na degen buna digellik, şu iş hikmetninki mazanını sepiliş ihtimal olan orun bulduğun. Yani hükümni şunun üstüge kurursak, hikmet emilişidiğen bulduğun bir işin birini qata qilish to'g'ri keladi. O iş olsa mu? Degene, mana mavu biz hazır qata qilmoqchi bo'lgan oshkora. Hüküm onun üstüge kurulduğun, onun hikmetinin tepiliş ihtimali olganlıqdan hüküm üstüge kurulduğun munzabit iş qayta. Mana bu hüküm şunun üstüge kurulduğun. Çünkü hükümnin hikmetine özüge ihtimal yani o hükümnin hikmetinin mezennisi olganlık için, tepiliş ihtimalı orunlu olganlık için hüküm şunun üstüge kuruluduğun aşkara turaklık eş, muşu eş. Ve yani hükümni onun üstüge kurganda şu hikmet eminleşidiğen boğanlık için hüküm şunun üstüge kuruluduğun aşkara muldabit boğan muşu eş del usulillahını ıslah edeki illa diyen gep. İlla diyen ne mi dese hikmetini özüge alıdığın hüküm bağlanıdığın neyse. Del illa degan ma'u. Ana o'z qaytadan kelaylik. Boshqa. Va kana al-mutabadir qarang. Va kana al-mutabadir tushuninglar qachon? Ana bizning kallamizga tizkildigini har qanday hukm o'zining hikmatiga asoslanish. Hukmning vujudi hikmatning vujudiga, hukmning borliq yo'qligi hikmatning yo'qligiga bog'liq. Chunki hikmat dal shu hukmni yo'lga qo'yishga bo'lgan turtki va hukmning asosiy g'oyat. Bu bizning kallamizga darhol keldi. Lekin teşriş bilen şu bayqaldiki, şükrəldiki, bəzi əhkamlarını yol qoyashdiki hikmet, bəzide məxfi aşkar emas olub qaladı. Bayatında doq bunu. Yani zahir his əzalının bir əzalın bilinmeydi. Onda olğanda onun bağlılığını, yoki yo'qligini aniqlash mumkin emas. Va yoki onun ustiga hukmni qurishmi ham mumkin emas. Hukmni onun bağlılığına bağlash, yo'qlash ham mumkin emas. Mesela bir misal alsak,
Allah'ınki ilim bilimni mubah qilib berishning hikmati kishilardan ularning ehtiyojini qamdash orqali harajni daf qilish. Ammo hikmat bo'lgandan keyin so'z-so'zning halol haromligi mushnunga bog'lansin desak ma'qul. Bir odamning ehtiyoji bormi, yo'qmi savdo qilishdan uni uqul olmasa, hammadan ehtiyoji qolib bir narsa sotmaydi, hammadan ehtiyoji qolib bir narsa olmaydi. Hojat degan bir maxfiy ish bor. Bu ilim bilim hojat uchunmi, hojat uchun emasmi buni bilish mumkin emas-da. Bunda bu bir misol masalan, yana birisi nasabni isbotlash, ayollar bilan buning hikmati shu ayolning eridan homildor bo'lishga beradigan jinsiy munosabat. Ammo jinsiy munosabat maxfiy, shuni uqulamaydi. Jinsiy munosabat qildimi, qilmadimi, qanday qildi uni uqulamaydi. Demak, hikmatga bog'lansa, hikmat ba'zi maxfiy bo'lib qolgan bo'lg'achqa hukmni bog'lash mumkin bo'lmay qoladi. Bu bir sabab. Ikkinchi sabab, ba'zi hikmat amran taqdiriyan, ya'ni nisbiy ish bo'ladi. Nisbiy ish degani turaqliq emas. Ya'ni hukm unda bo'lgandan keyin hukmni shuning ustiga asoslanib qurish ham turaqliq bo'lmaydi. Hukmni uningga vujudan adaman bog'lash ham turaqliq bo'lmaydi. Buning misoli masalan, kasalning Ramazonda iftor qilishning mubohligi kelsak, buning hikmati mashaqqatni daf qilish. Bu degan bir nisbiy ish. Odamning o'zgarish o'xshamasligiga qarab, ahvolini o'xshamasligiga qarab o'xshamaydi endi bu. Agar hukm mushu mashaqqatni daf qilishga bog'lanadigan asoslanadigan bo'lib qolsa, taklifat turaqliq qolmaydi, muqim bo'lmaydi. Ondan boshqa oldin setib olish huquqini, shubhachilik huquqini sharik yoki qo'shniga loyiqachilik qilishning birishning hikmatiga kelsak, yadarini daf qilish. Bumi mundabit emas, mo'ljari yoki nisbiy bir ish. Demak, bu bir ayb. Hukmni hikmatga bog'lasak, hikmatning bayonida ikki kamchilik bo'lganlik uchun. Birisi oshkor emas, yana birisi turaqliq emas. Bunda bo'lganlik uchun. Ya'ni ba'zi ahkomlardagi tashri'ning hikmatning maxfiy bo'lganligi uchun. Ba'zi ahkomlardagi u hikmatning turaqliq bo'lmaganligi uchun yana bir ishdan birini qato qilish lozim keldiki, bu ish zohir bo'ladi va turaqliq bo'ladi. Bu ish va hukm shuningga asoslanadi. Hukmning vujudi shuning vujudiga bog'lanadi. Hukmning yo'qligi uning yo'qligiga bog'lanadi va bu ish shu hukmning hikmatini o'z ichiga olgan, munosabatligini o'z ichiga olgan bo'ladi. Bunda deganlik maish biz hozir e'tiborga olmoqchi bo'lgan maish shu hikmatning mazannisi, ya'ni hikmatninki tepilish ehtimoli bo'lgan o'rin bo'ladi. Hukmni shu ishga asoslangan vaqtida mushi hikmat amillishidir. Bunda bo'ladi. Dal mushu hukmning hikmatning mazannisi bo'lganligi uchun. Hukmni uningga qurganda hikmat amal ro'yobga chiqadigan bo'lganligi uchun hukm shuningga asoslanadigan mushu oshkora turaqliq mushu ish dal usullarning islohidagi illat degan maqsad dal shu. Shunga biz illat degan gapni maydonga chiqib qoldik. Asli illat degan gap yo'q. Hukm illat hikmatga bog'lansa bo'ldi. Agar oshkor bo'lgan bo'lsa, turaqliq bo'lgan bo'lsa, hikmatga bevosita bog'lansa bo'ldi. Amal yo'q. Hikmat degan oshkor turaqliq bo'lmagandan keyin shu illatga bog'landi. Hatto Qur'oni Karimda bu hikmat emas, illatni asos qilib turib Alloh hukmni, illatni oshkor turib chiqarib turadi masalan. Xo'sh, anda o'smayda balkim qilinglar yo tushungansiz yoki elishtirganda qilinglar. Eng oxiridagi bir abzas diqqat qilinglar. Xolos kalamga kelsak, hukmning hikmati bilan illatining o'rtasidagi farq nima desa, hukmning hikmati deganimiz shu hukmni yo'l qo'yishga bo'lgan turtki va shu hukmdan asosli g'oya ma'vor. U g'oyasimi shari shu hukmni yo'l qo'yish orqali shuni ro'yobga chiqarish yoki mukammallashtirish maqsad qilgan halaqa manfaat yoki shari hukmni yo'l qo'yish orqali uni daf'i qilish yoki ozlashtirish maqsad qilgan halaqa ziyon. Mana bu hikmat. Ammo hukmning illatiga kelsak, illat deganimiz u oshkora, turaqliq ish bo'lib, hukm shuning ustiga quriladi, shuningga vujudan adaman bog'lanadi. Chunki hukmni shuning ustiga qurganda, shuningga bog'laganda hukmning tashri'ning hikmati ro'yobga chiqadi. Masalan, misolga olaylik. 4 rakatlik namozni musofirga qasr qilish masalasiga kelsak, buning hikmati yengillashtirish, mashaqqatni daf qilish. Ani ma hikmat taqdiri, ya'ni nisbiy ish, turaqliq emas. Bununla kelib hukmni vujudan adaman bino qilish asoslanish mumkin emas. Chunki kimniki bu safar qiyin keldi, kimga qiyin kelmadi, buni birdan bir so'rash mumkin emas. Sen qiyin kelding qasr qil, sen qiyin kelding qasr qilma. Uni degilanmaydi. Anda o'g'andan keyin shari Alloh subhanahu va taolo safarni hukmdan illati qilib e'tibor qildi. Mana degan illat deb qolmasmi boya? Endi safar degan mo'z oshkor ish, shu somkuni ko'tarib, emas men apalani shaharga berib deb manslam safar bo'lardi. Turaqliq ish safar deganning muqim o'lchimi bor. Safarga chiqsa safar bo'ladi masalan.
Aşı səfərini hökmünün illeti qilishda hikmetini ro'yobga chiqishning mazannisi tepilish ehtimoli borki, səfər asosan 98% japa. Har qancha ariflarda qilsam japa masalan. Chunki səfərdagi ahvol səfərda ba'zi mashaqqatlar tepiladi. Unda o'g'andan keyin xulosalasak, 4 rakatlik namozni qasr qilishning hikmati musofirga nisbatan uning mashaqqatini dafiq qilish. Illeti səfər. Biz bayatında dedik, hukm hikmetga bog'lanmaydi, illatga bog'lanadi. Shu namozni qasr qilish masalasida jafoga qaramaymiz, illatga qaraymiz. Chunki jafoni muqim suraqli asosida tayib qilolmaymiz. Bu bir masala. Unda bir misol shirk yoki qo'shnilikqa nisbatan shubhachilik huquqi desak, buning hikmati shirk yoki qo'shnilikdan zarar kelib qolmaslik. Buni siz fiqh kitobda bilasizlar. Ammo hikmat bu nisbiy ish g'ayrimundobit. Chunki hammadan men qo'shni olsa, menga akli vermaydi masalan. Anda o'g'andan keyin bu yerda muqim ishdan birini e'tibor qilish kerakki, shirkatchilik yoki qo'shnilik hukmning illati qilib e'tibor qilindi. Chunki shirkatchilik yoki qo'shnilik bu ikkisining har birisi oshkor. Kim qo'shni bo'ladi, kim shirk, bu aniq masala, turaqliq masala. Va buni mushu shirkatchilik yoki qo'shnilikning har birini hukmning illati qilgan vaqtimizda shu hukmning hikmatining ro'yobga chiqish mazannisi vaqtida tepish ehtimoli borki, zodi mening shirkim, mening mol mulkimning asosi yangi o'xshamaslik ehtimoli eng yuqori. Mening qo'shnim uyimning asosi yangi o'xshamaslik ehtimoli eng yuqori. Masalan, chunki bu yerdagi ahvol zarar odatda bevosita shirkka qo'shniq etadi. Unda o'g'andan keyin shubhatchilikka, layoqatlikninki hikmati zararni dafiq qilish, illati shirkatga qo'shniq masalan. Yana bir misol ilm bilim, savdo sotqinning mubah qilishning, mubah bo'lishning yoki mubah qilishning hikmati kishilarning hojatini qamlash orqali xarajatni dafiq qilish. Ammo hikmat maxfiy ish. Hamma odamning ehtiyoji bormi, yo'qmi, olganning, sotganning hammasini ehtiyojini surishti qilib, sizning savdong halol, sizning savdong harom degan bo'lmaydi. Anda o'g'andan keyin bu yerdagi savdoning savdo bo'lish uchun zodi biz yuqori degandek maxfiy bo'lgan bunda ehtiyojni qamdash degan ma gapni xato qila olmaydi. Shu bilak boshqa gapdan birini xato qilish kerak. Qaysini xato qildik? Aqd siyg'isi oldim, sotdim degan siyg'a shu hukmning hikmatining ma'noti, ya'ni illati qilib e'tibor qilindi. Chunki oldim, sotdim deganlik oshkor ish, og'zim chiqsa oshkor bo'lgan bo'ladi. Bunda bir turaqliq ishga shu oldim, sotdim desa savdo sotib bitgan bo'ladi. Va mushuni shuning ma'noti qilishda degani oldim, sotdimni savdoning amillashishi, savdoning bitishininki illatiga belgilashda hikmatni ro'yobga chiqish ehtimoli borki, adam rozi bo'lmasa, ehtiyoji bo'lmasa oldim, sotdim demaydi ko'p hollarda. Chunki siyg'a oldim, sotdim degan siyg'a ikki elib sotquchining shu ilm setimga qarata roziligining bir belgisi va bu ikkisining mush oldim, sotdim degan siyg'adan rozi bo'lishdagi ahvol dal ehtiyojini bo'ladi. Anda o'g'anda mush savdo putib ikki badaldagi degan gap ikki mollan puldagi mulkiyatning yetkilishning hukmati mayli savdo yoki ijarada bo'lsin ehtiyojni qamdash bo'lsa bunga bog'liq bo'lmaydi-ku, ammo uning illati savdo yoki ijaraning aqdi siyg'isi oldim, sotdim, ijara verdim, ijara oldim degan gap. Chunki gapga qarab ehtiyoj bor deb tushunamiz biz. Chunki ehtiyoj bo'lmasa ammay sotmaydi g'oliban ahvolda. Xo'sh, endi yuqoridagi yakunimizga asosan va ala hada ma'noga asosan shar'iy ahkomlarning hammasi illatga asoslanadi. Hikmatga emas. Ya'ni shar'iy ahkomlar illatga vujudan adaman bog'lanadi, hikmatga emas. Ma'noning ma'nosi shar'iy hukm illati tepilg'ayada tepiladi, hikmati yo'qolib ketish ehtimoli bo'lib qolsin. Masalan, illati yo'qolg'ayada yo'qoladi, hikmat tepilsin masalan. Chunki hikmat bayatni degandek ba'zi ahkomlarda maxfiy bo'lganligi uchun, ba'zi ahkomlarda turaqliq bo'lmaganligi uchun hukmning boyoqligiga belgi bo'lish mumkin emas. Agar ahkomlar hikmatga bog'lansa, taklifat mizoni, muomala mizoni normal bo'lmay qoladi. Shuningga hukm illat bilan hikmat bilan emas. Lekin hukmning maqsadi hikmat. Shariy hakim, hikmatlik shariy har qanday hukmga bir illatni oshkora munzabit ishdan birini anda oshkora munzabit ishga hukmni shuningga bog'lash bilan hikmatni amillashtirish ehtimoli bo'ladigan bunda ishdan birini qatoga elevdi. Xulosa kalam ahkamning illatini bog'lanadigan yerini illat qildi. Nimishqa taklifatlar normal bo'lsin, muomalat ahkamlari normal bo'lsin. Nasablarga agishib keladigan natijalar aniq bilinsin, shundami?
endi ba'zi bir juz'iyatlardagi hikmatlarni masalan men bir alohida bo'lib qolsam, bir kishilik shaxsiy araflarni safar qilib qolsam, bu safarning tayyorlik qilinishi yo'q, masalan, jafosi yo'q. Bunda bir juz'iyatdagi ba'zi bir hikmatlarni yo'qolib ketdi, ta'sir qilmaydi unga. La athara degani takalifatlarningki muqim bo'lishi ahkamning umumlashishining barobarida unda ba'zi bir juz'iyatlik hikmatlarningki yo'qolib ketishi buning ta'siri yo'q. Shunlashqa usuliylar shunda qaror qildiki, shar'iy ahkamlar oldingi soat va tepagan qoida. Shar'iy ahkamlar mayli ba yo'qlik nuqtasidan illatlari bilan aylanadi, hikmatlari bilan emas. La ma'a hikamiha. Ya'ni buni mufassir islam desak, al-hukm yaduru ma'a illatihi wujudan va adaman. Hukm degan o'zining illati bilan aylanib mangadi. Illat bo'lsa hukm bo'ladi, illat bo'lmasa hukm bo'lmaydi. Bi'ibaratin ukhra, mandaq jetgan vaqtimizda shar'iy hukmning balanadigan joyi shu hukmning mazannisidir, ma'innisi emas. Iniq tepilgan emas, mazannisi. Ya'ni hikmat tepilish ehtimoli bo'lgan joy. Masalan, qanday odam Ramazonda safar ustida bo'lib qolsa, bu odamga iftor qilish mubah. Chunki u iftor qilishning mubahligining ilati bo'lganligi uchun u illat bo'lsin safar. Gerçi o adam safarda mashaqqat topmagan taqdirda bu. Qanday odam bir ziminga, setildigan zimirga qo'shni olsa, shirk olsa yoki qo'shni bo'lib qolsa, uni shubhachilik huquqi bilan elishga loyiq qiladi. Nimishqa uning loyiqachilik illatining bo'lganligi uchun o'smi shirkatlarga qo'shilmoq masalan. Gerçi setuvag'uchi undan hech qanday zarardan qo'rqmagan taqdirdami? Ammo setildigan ziminga shirk bo'lgan qo'shni bo'lgan odam shubhachilikka loyiq olmaydi. Gerçi sabablardan har qanday bir sabab bilan setuvag'uchining setilishini unga zarar yetgan taqdirda masalan. Masalan, yana bir misol, Ramazonda bir odam kasal emas, musofir emas bo'lib qolsa, buningga iftor qilish mubah emas. Gerçi o adam tashxonada ishlaydigan, ro'zidan eng yuqori darajadagi jafo-mushaqqat tatgan odam, chunki Ramazonda ro'zni tutmaslikning illati safar mashaqqat emas. Masalan, buni aqliy misoldan birini olaylik. Bir odam oliy maktabda yoki maktabda o'qiydi. Bu odam nihoyat bilimli ekan, favqulodda bilimli. Lekin bu odam imtihonda to'nab qoldi. Mush odam diplomga ishlamadi. Mandaqchi qavaqda sinib ko'chalarni ko'chanmadi. Intayin bilimlik. Lekin imtihondan to'nab qoldi. Sinib ko'chalarni ko'chanmaydi. Lekin masala shu. O adam har qancha oliy maktabda o'qishdagi sabab, sinib ko'chashdagi hikmat bilimlik bo'lish. Lekin bilimlik degan u zohir ish emas, u undaqli mikroskopda ko'rib bo'lmagan ekan bilimini. imtihon bilimni belgilaydigan bir narsa. Gerçi mush odam bilimlik deb imtihondan o'tamaganlik tufayli sinib qolgan taqdirdami? Ya'ni shuni o'lcham qilib mangimiz. Chunki hukm, sinib ko'chish degan hukm illatga bog'lanadiki, imtihondan o'tishga. Qandaqdir uning hikmatiga bog'lanmaydi-ki, bilimlik bo'lish, bilimlik bo'lmaslikqa. Dal mushuning aqliy jihatdagi misoli. Shunda aytdi, qandaq odam imtihonda eng tuanchakki irshali seni 60 olsa demakchi o'g'limdi. Imtihondan o'tdi. Gerçi o odam pek bilimlarni bilib ketmoqchi. Masalan, bir o'quvchi bilas o'qimaydi hamda. Lekin imtihonda 60 ola oladi. O'tdi sinfdan. Chunki hukm illatga bog'lanadi. Ammo qanday odam shu eng tuanda natijaga erishamasa, 60 ga erishamasa, o'tolmaydi. Gerçi o odam bilimlarni shunda bilimli ko'p kesimi. Chunki hukm illatga bog'lanadi, hikmatga emas. Xolos, yana kipimizga kelaylik. Qayta bir takrorlasak, hukm nega bog'langan bo'ldi? Illatga bog'langan bo'ldi, hikmatga emas. Shunda aytadi, madomiki shar'iy hukm illatiga asoslanadigan bo'lg'achqa hikmatiga emas, mujtahid qiyos qilgan vaqtda, hozir biz qiyos babida emas, men asli bilan farqini illatni barobar ekanligini ta'kidlashi kerak, hikmat emas. Qozi hukm qilgan vaqtida illat tepilgan joyda hukm qilish kerak, hikmatning nazarini saqit qilish bilan. Masalan deyli, u odamga ma setuvog'ini setilishini zarar yetgan deb, ma shirki setuvog'i zarar yetgan, qo'shni setuvog'i zarar yetgan deb hikmatiga qarab turib, ma uyni setuvalish shubhachilik huquqini qo'shnisining yoki shirkining boshqasiga qo'ysa xatolashgan bo'ladi. Yoki buningga madam setuvog'i zarar yetmaydi deb qarab shirik yoki qo'shnisining setilishini rad qilgan bo'lsa o'tmadi, yana xatolashgan bo'ladi. Chunki hukm bizning qoidamizda illatlanmadi, hikmatlanmas. Xo'sh, ana shunga vaqtda masala tugadi. Fiqh kitobini aqtarsak, menda bir ahvol bor.
mukrahning sodisi so'da emas. Mukrahning sodisi so'da emas. Mukrah degani sodaga majburlangan odam. Menga birisi quroldan birini tanlab turib, manzadi. Men qo'l qo'ymasang etib o'tma dedi. Qo'l qo'ydim, oldim, sotdim dedi. Uni oldim deb qo'l qo'ydi, xolos. Soda emas, soda emasmi? Soda emas. Yuqorida so'zlagan qoidamiz bo'yicha so'zni soda bo'lish kerak. Chunki bu yerdagi soda bo'lish degan hukm nimaga bog'lanadi? Illat. Illat bo'lsa-mu, oldim, sotdim degan siyg'a. Oldim, sotdim ba, bu yerda illat ba. Lekin soda emas. Nimishqa? Biz bayatında do'qqa cho'qim illat hikmetni o'ziga elish mazannasi bo'lish kerak. Mazanna degani cho'qim tepilish ehtimoli. Ammo mening oldim, sotdim degan gapim bor. Mukrah, majbur holatda buning tagida hikmat deydigan narsa yo'q. Chunki mening sotqim yo'q. Qat'iy. Men faqat o'limdan qo'rqib sotdim. Unda olganda mening ma illat oldim, sotdim degan siyg'amning ostida qat'iy hikmat tepilish ehtimoli bo'lmag'achqa, ma hukm ma illatga bog'lanmaydi. Shunga bir nuqtaga diqqat qilinglar. Hukm illatga bog'lanadi. Lekin illat nimaning ehtimoli bo'lishi kerak? Hikmat tepilish ehtimoli bo'lishi kerak. Agar illatning aslından hikmat faqat tepilmayotganligi aniq 100% bo'lsa, tamam, ma illat bo'lishga yaramaydi. Shunga olib turdi. Lekin ba'zi ahkamlarda shu ahvol ko'rilib qoldiki, hukm illatidan ba'zi qilib qoladi. Ba'zi qilib qolganga ba'zi illatga bog'lanmaydi. Masalan, fuqaholar bunda qaror qilganki, mukrahning sodisi batil. Nimishqa? İllat aqd siyg'asi oldim sotdim ba vujud tepildi lekin hukm yo'q. Ya'ni hukm qaysi? Mulkiyatning yo'tkilishi. Ya'ni so'dining bo'lishi. Nimishqa desa, chunki ma hukm, ma illat hikmatni 100% o'z ichiga olmaydiganligi aniq. Bu bir masala. Yana bir bunda bir qonun bor. Ya'ni qonunda 1927-yildagi 25 nomorli qonunning 15-moddasida Misr qonuni ham bu. Manda bir gap degilek. Ayolning erining o'tirisi faqat uchrashmaganligi isbotlangan ayolningki bolasini dadasi inkor qilgan vaqtida nasab da'vosi anglanmaydi. Masalan, bir odam bir ayolni to'y qildi. Bugun attigan to'y qildi. Shu to'y nikoh o'qib bo'ldi hamda nikoh o'qib bo'lgandan keyin adamni tuyuqsiz sorundan tutup akilib 10 yillik uy kesib etdi. Demek nikoh qildi bas, bu odam qop-qurg'ib ketdi, turma ketdi. Demek başkası uchrashmadi-da. 10 yildan keyin kelsa ayol kishi oldiga 10 yoshlik bolani birini ko'tarib chiqdi, "Sizning balangiz" dedi. Odam, "Mening balam emas u." desa, ayol kishi "Sizning balangiz." Nasab sizningki, mal hukm. Nasab degan hukm odatda nimaga bog'lanadi? Illatga. Illat bo'lsa-mu, to'y qilganlik, nikoh qilganlik. Ikkilan nikoh qilgan. O'tirimizda hukmning illati bor. Bola sizningki, nasab sizning degan hukm, bolaning nasabi siz tutish degan gap hukm. Buning illati to'y qilish, men sizdan to'y qilgan, oldim taqdim degan, xolos, bola sizningki deb turib olsa, ma yadimi biz ma hukm, ma illatga bog'lanmaydi deymiz. Chunki biz bayat deganimizdek illatning illat bo'lishi uchun illat nimani o'z ichiga olish kerakdi? Hikmatni o'z ichiga olish mazannasi bo'lishi kerak. Lekin bu yerda 100% er bilan ayolning uchrashmaganligi aniq bo'lg'achqa, ma illatning aslida hikmatni keskin yo'q deb qarab, illatning illatligi baka bo'ldi. Unda olganda mishad bir narsa bilib oldikki, illatning sharti hikmatni o'z ichiga olish kerak. Illatning sharti hikmatni o'z ichiga olish kerak, ha? Masalan, Qasir bilan balog'at yetmagan kichik bola demakchi. 21 yoshga yetibdi. Ya'ni rushd yashiga. Lekin qarinilar buningki g'ayri rashid ekanligiga dalolat qilib. Masalan, 21 yoshga yetsa Qur'oni Karimda fa in anastum minhum rushdan fatfa'u ilayhim amwalahum degan mazmundagi bir oyat bor. Ya'ni ulardan bir rushdni his qilsanglar, rushd degan gapni nima? Fiqhshunoslar 21 yoshda belgilaydi. Shuni illat qilib belgilab, molni berishning illati 21 yosh deydi. Chunki 21 yosh rushdni o'z ichiga olish ehtimoli zo'r deydi. Rushd hikmat. 21 yosh illat. Hukm pulni berish, yetimbalning pulisini. 21 yoshga yetibdi, illat bor. Pulni bermamliq desa, qarab boqamiz. Agar rushd bo'lish ehtimoli bo'lib qolsa, birimiz. Ammo keskin buningda rushd yo'q ekan. Pulni ba'zak 2-3 kundan necha million pulni buzib setish ehtimoli, boshqa ehtimol bo'lib qolsa, garchi illat topilsa-mu, ya'ni keskin hikmatni o'ziga olmagan bo'lg'achqa, hukm illatga bog'lanmaydi. Avval birga bizni takrorlaylik.
hukm illatga bog'lanadi. Lekin shu illat nimani o'z ichiga olish ehtimoli bo'lishi kerak, hikmatni o'z ichiga olish ehtimoli bo'lishi kerak. Madam illat keskin 100% hikmatni o'z ichiga olmaydiganligini qo'yib qolgan chaqda hukm illatga bog'lanmaydi. Shunga turib deyotdi mayada. Qasir 21 yoshga yetib, dalil qarinilar uning g'ayri rashid ekanligiga dalolat qilib qolgan bo'lsa, uning nisbatan viloyat tugamaydi. Holbuki viloyatning tugash illati bor turib bo'lsa, urush teshi degan 21 yosh. Amaliyotda mayadagi yuqorida 3 hukmni keldi, turib. Mavlada masalan illatga bog'lanmoqda hukm desa, ma ahkamlar va bu ahkamlar o'xshash ahkamlar bilan yuqorida biz degan gapni o'tirib zidlik yo'q. Yuqorida hukm illatga bog'lanadi do'q. Lekin ma 3 hukmda yuqorida kelgan misaldagi illatga bog'lanmaydi dedi. Zid emas bu desa, zid emas. Chunki biz yuqorida deb o'tdikki, illat, alaqa zohir, munzabit degan illatga ahkamlar bog'lanadi. Nima asosida desa, bu illatlar shu ahkamlarning hikmatlarining tepilish ehtimoli bo'lgan asosda. Ya'ni illat hikmatni o'z ichiga olish ehtimoli bo'lgan asosda. Mazannamada keskinlikning o'rnini to'g'rilgan. Lekin dalil mushu zohir munzabit ish hukmning hikmatining mazannisi emasligiga dalolat qiladi. Demak, meyadagi illatning tahtida nima yo'q, hikmat yo'q ekanligi bo'lib qolsa, bu shuning dalolat qildiki, illatlik asosini yo'qotdi. Bu illat lam yabqa illatan degani illat olmay qoldi. Masalan, yuqoridagi savdoga majburlash, sig'ininki hojatning dalili bo'lgan rozilikning ehtimoli bo'lish inkor qildi. Mukrahning sig'isidan o'tsa illat bo'lanmadi. Halaqa ayol to'y qilgandan tortib uchrashib paqmaganlik isbotlangan ayollik masalasi, ayollikninki ayolning iridan homildor bo'lganlikning mazannisi bo'lmay qoldi. Anda o'ganda bu nasabning isbotlashning illatiga yaramadi. 21 yoshga yetish yaxshi tasarrufotninki ehtimoli bo'lmay qoldi. Rushdi bo'lmaslikning dalili bilan demak, illat hikmatni o'ziga olmaganligi, inib qo'yganligi tufayli ma illat bo'lmadi. Illat bo'lmagandan keyin bu illatga hukm bog'lanmaydi demakchi. Xo'sh. Xolos. So'ngra bugungi darsimiz oxirlashdi. Darsning oxirisida avtor bir gaplarni davatidi. Kichikgina nihoyat qisqagina. Men darsning oraliqida illat, sabab deb ikki gapni qayta takrorladim emasmi? Shu gaplarni o'tirib farqni so'zlab kelib, diqqat qilish tegishli mazmunlarning birisi ba'zi usulillar illatlan sababni ma'nodash qilib qo'ydi. Ikkisining ma'nosini bir qilib qo'ydi, lekin ko'pincha usulillar bu hukmning g'ayrida usulillarning nazarida illat sababning har biri amaliyotda hukmning alomati. Hukm illat sababga bog'lanadi, lekin illatlar sababning har birisi hukm shuni ustiga bog'lanib, hukm vujudun adaman tarafda shunga bog'lanadi. U ikkisining har biri shar'ninki hukmni shunga bog'lab, shunga asoslanishda bir hikmat bo'ladi, lekin farqi ikkisininki farqi mushu bog'lashdagi munosabat degani aloqa bizning aqlimiz bilalaydigan narsaning qatoridan bo'lsa-degani hikmat bilan illatni o'tirdagi munosabatni nima yoki hukm bilan illatni o'tirdagi aloqa, ya'ni hikmatni aqlimiz bilasa, buni illat deymiz bayatda degandek. Buni sababmi degildi, illatmi degildi sabab, ammo bizning aqlimiz uni bilmaydigan bo'lib qolsa, ya'ni hikmatni bilmaydigan bo'lib qolsak, buni sabablam deymiz, illat emas. Unda o'ganda har qanday illatni sabab degildi, har qanday sabab illat degilmaydi. To'traganlik namozni qasr qilish safar. Uning illati ham sababi degildi. Shamni kunning petishi farz, sham farzning vojib qilish uchun va kunning igilishi peshinning farzi uchun, Ramazonning kelishi ro'zning farzi uchun, Mavloning hammasi sabab, chunki hikmatning qulumi illat emas. Xulosalsak, har qanday illatni sabab degildi, har qanday sababni illat degilmaydi. Illat bilan sababning o'rtasidagi eng chong farq hikmatni bilalisak, illatning hikmatini bilalisak, uni ham illat ham sabab degildi. Ammo hikmatni bilmasak, bu sabab illat emas. Shunga men bayatdan illatni tunishtirib ketib, ba'zi sabab deb atalgan ishlatdim, ba'zi illatni ishlatdim, chunki illatmi degildi, sababmi degildi, lekin sababni illat degilmaydi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.